Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylariga muhtaram qarindoshlar, aziz ko'ruvchi do'stlar. Hidoyat ekran xush keldinglar. Qur'ondan nazar programmamizniki 50-sonida ko'rishib turibdik. Reklamda so'zlaganimizdek, tushuntirish berib o'tganimizdek, biz hadis inkorchiligi haqida ko'zimizni yumib, hozirga qadar og'zimizda kelganini biljiraverish haqidagi shikoyatlarning ko'pligidan hammaydan buningga biroz shamolab ketdik. Amaliyotda zaten bu hadisni kim inkor qildi? İnkor qilishga o'lchami nima? deb tafsiliy bir qarab baqsaq, hadisning nima ekanligiga tushuntirish bergan bayonlarga qaytadan nazar solib baqsaq, nurg'un masalalar hal bo'lgan bo'ladi. Biz bu programmani boshlab uzun o'tmay do'stlarga bir qonuniyatni o'tirib qo'ydik, ya'ni tavsiya qildik. Ya'ni ko'rsatkichiga barmoqqa emas, ko'rsatilgan nishonga qarash to'g'risida. Bu shu e'tiqodiy masalada bizningki diniy tushunchimizda boshdan oxir sodir bo'layotgan birdan-bir cho'ng masala ekan. Mushu masalaga sizlar har qanday bir dindor qarindoshlarimiz ixlos bilan zaten biz nazarimizni naga qaratyapmiz, mushu masalada biz naga qarayapmiz degan masalada biz samimiy o'zimizga bir savol qo'yib baqsak, nurg'un masalalarni oydinlashib ketayotgan bo'ladi. Bugungi mush temami ana shu ko'rsatkichi barmoqqa emas, ko'rsatilgan nishonga qarash tavsiyasidan manbalangan yoki shuning mazmuniga o'xshash chiqadigan bir tema. Abdulaziz birodarimiz yo'lda ekan, shu boshlag'achtirdi deb boshlab qoldik. Ustoz sizlarniki nima ham bog'lanmay qoldimi? Bo'ldi, endi bo'ldi. Muqimlashtirsin. Aziz muhtaram qarindoshlar, o'zinglarga manfaatini qolmay, do'stlarga manfaatlantirishni o'zinglarga bir vazifa qilinglar. Hozir qadar 1000 dan ortiq qarindoshlarimiz ko'ryapti har programmani. Mayli oshkor ko'rsin, mayli yashirin. Tanqidiy pozitsiyada bo'layotganlarmi bor, ijobiy pozitsiyadan manfaatlanayotganlarmi bor. Ya'ni kim nima izlasa shuni topa oladi. Qolgani insonning o'ziniki tanlashida. Ekranimizda Kerim Zoir ustoz bor. Assalomu alaykum, xush keldilar. Va alaykum assalom. Qanday ahvollarda jimon Yaxshi, yaxshi. O'zim ondan to'la. Allohga shukr. Alloh salomat qilg'ay. Mushu Qur'ondan nazar programmasi boshlagandan yog'i hamkorlik asosida ketyapmiz. Programma dastlab boshlashdan ilgari bu ishning vaznining og'irligi tufaylidan men program boshlasam to'xtatib qo'ylar degan shaklda so'z bo'landi. Bizning fidoyilar ekranni hozir qadar irodijat mustahkam chang tug'anlik tufaylidan balkim sizlar erib qolalar dedik. Ammo har ikkilardan qo'shqardek ketyapmiz. Abdulaziz birodarimizga bu bizning chiroyimizdan zerikkan qarindoshlarimiz yoki topadigan gap qolmayotgan qarindoshlarimizni yana biri nima bo'lmasin deb Abdulaziz birodarimizga yolvorib yurib programmaning yashashligini bergan ba'zan yetishib bo'lmayotganligi yoki ulgurolmayotganligi tufaylidan bizni saqlayotgan darsimizga vaqt ajratayotgan qarindoshlarimizning vaqtini isrof qilmaslik uchun vaqtida boshlaydi deb turgan bugun men kelib qoldim. To'g'ri tushunishni umid qilamiz. Ya'ni xulosalab aytsak, silmo samimiyat bilan davom qilyaptilar, biz ham shunday ketyapmiz. Albatta, bo'ronchab qo'llar to'xtab qolgani yo'q. Uning uchun shu temalarimizda shu masalalarni yoritish haqida tushuncha berish to'g'risida, ya'ni tushuncha berish xarakterlik programmalardan ketyapmiz. Bizda hech kimga hujum qilmadik. Ammo hujumga uchrab keldik. Endi mushu xalqningki tushunchasi ma'lum bir saviyaga borgan chog'da nurg'un masalalarga bizning kuchimizning ojiz qolmaydiganligini tushunib yetganligimiz uchun sabr bilan davom qilyapmiz. Alloh sizlarga ajr bergay. Marhamat, bugungi tema bo'yicha zaten hadisni kim inkor qildi degan bir masalani yoritmoqchi bo'ldik. Bugungi programmada mening sizlarga deb qo'ymay turib niyat qilgan bir savolim bor. Ya'ni Qur'on inkor qildi degan o'lchamda nazar solgan bo'lsak, Qur'on inkor qilgan sahih deb tashviq qilingan hadisdan 5 tane misol keltirib berasizlar, xursand bo'laman. Men savol oldin deyishimda
Qardaşlarımız belki dikkat verip kalar dep düşünüyoruz. Şuna Oldu. bir hazır avval dep koydum. Qanday merhamet sizlarni başlasizlar ana ekan yana bir oqsaq. Assalamu alaykum. Dünyaya qarşı aylar hörmətli qarindaşlar, hammalarınız şu vaxt xeyirlik bolsun. Bu biz bu Qur'andan, yani İslam dini dep Allah Taala düşürgen kitap Qur'an-ı Kerim bolğaşqa, dinni Qur'andan qaraş, Qur'anniki nazar boyunca, yani Qur'anda din qandaq ögütilgen, ibadet qandaq, ahkamlar qandaq, prinsiplar qandaq degan o'xshash, shundaq o'zi shuni hammasini Qur'oni Karim orqali hamda so'zlab keldik. Misol, ahkamlar sohasidami jazo, har xil dars to'g'riliq shundaq nimani bayon qilib keldik. Hamda biz rivoyatlarga hech bir zaman ahamiyat bermadik. Chunki Qur'oni Karim o'zi cheklagan bo'lg'achqa buni ahamiyat berishga hojat qolmadi. Uning ustiga biz hal qilmoqchi bo'lgan masalalarimizni hech bir rivoyatga ehtiyojimiz kelmasdan Qur'oni Karimniki shu ahkomga chiqargan prinsiplarga asoslanib, masalani hal qila olganligimizga ishondik. Ahkam sohasidagi mavzularni shuni ko'rsanglar bo'ladi. Halol harom masalasi olsun, kiyim-kechak, muzika deymiz, uningdan siyosat deymiz, davlatchilik deymiz, mushsaning hammasida. Endi bugun hadisni kim inkor qiladi degan bir mavzu ustida to'xtalyapmiz. Aslida bu hadis haqidagi bayonlar bir qancha qatim to'xtalgan, har xil shaklda bo'lib, har xil taraflarni bayon qilib qilgan. Shuningdan biraqur bu narsalar o'chib bo'lgan. Ammo buni maxsus bir mavzu qilib kim inkor qildi deganning o'zini inkor qiluvchini aynan yana ko'rsatib qo'yish maqsadida buni bir mavzu qildik bu qatim. Endi bizniki shu tariximizga yoki shu musulmonlarniki hozirgi ep ketayotgan islom deb ep ketayotgan shu qarashlarga asoslangan vaqtida hadis ikkiga bo'lindi. Hozir nurg'un insonlar hadisni faqat payg'ambar alayhissalomga va sahobalarga nisbat berilgan rivoyatlarni hadis deb qaraydi. Nurg'un odamlar buni rivoyat desak xafa bo'ladi. Ammo uni yozgan odamlarning hammasi uni rivoyat deb yozgan. Uning uchun Ravahul Buxoriy, Ravahu Muslimun, Ravahu Tirmiziy degan o'zi shundaq nim bilan yozgan. Tirmizi yozgan bir rivoyat, Imom Muslim yozgan rivoyat yoki bo'lmaydi degandek shundaq bir mazmundagi so'zlar. Endi rivoyatni rivoyat deyish kerak. Shuning uchun o'zi bu yerda shu hadis deganning o'zi shu nuqtani aytgan vaqtda ikki xil shaklda bayon qilindi. Qur'on nimada o'zi shu hozirgi dini nimalda endi. Endi Qur'ondagi dinga asosan, Qur'on o'zi ko'rsatgan nimaga yo'lga asoslangan vaqtda hadis aslida bir. U nimada Qur'oni Karimdagi hadislarni ko'rsatadi. Endi bizniki zamonimizda yoki bundan 1000 yillar burundan tortib bu hadis deganning o'zi uning qo'shilib yana bir narsa hadis bo'lib kelgan bo'lg'achqa, buni endi insonlar Qur'ondagini hadis demay, uning o'zini hadis deb keraklik endi. Shuning uchun bu yerda biz hadisni ikki turga bo'lib, yana bir qatim qisqacha o'sha ustida to'xtalamiz. Birinchisi Qur'oni Karimdagi hadis. Qur'oni Karimdagi hadis degan gapning o'zi nima zot degan vaqtda hadis degan voqelik degan gap. So'z harakatdan iborat bo'lgan narsani hadis, ya'ni hodisa deymiz biz, voqelik deymiz. O'shuning o'zini ko'rsatadi. Qur'oni Karimda Alloh taolo koinotni yaratganligi haqida, jin shaytonlarning voqealigi haqida, misol malaikalarniki voqealigi haqida va payg'ambar, ya'ni 25 payg'ambarning va u payg'ambarning qarshisida turgan insonlarning u payg'ambarlarga ergashgan musulmonlarniki va bir qism shaxsiylarniki voqealigi Qur'oni Karimda zikr qilindi.
Bunun hemmisini Allah Taala Kur'an'da nima deydi degan vaqtida vaqalik deydi yani. Hadis deb ataydi. Onun da başka masalan ya tevreş nimaları halokat vaqaliklari degan qo'yish nurg'ulg'an vaqaliklar bor. Ashning hammasini nima deydi desa Allah Taala hadis deb ataqliq. Qur'onda bu vaqtda misol hal ataka hadisu Musa, hal ataka hadisu daypi İbrahim deganga o'xshash shundaq 16 yer keldi bu. Bunun hammasini Qur'on hadis deydi. Hamda Qur'oni Kerimde bu hadislarniki, bu vaqaliklarniki bayan qilinishdagi maqsadni Allah Taala bayan qilib nima deydi, bizga tushuntirib nima deydi degan vaqtida u vaqalikniki Qur'oni Kerimga tatbiqlangan yoki misol vaqalikni bizga bayan qilishda yaxshi bir vaqalik bo'lsa, uning o'zi ulgi elish deganning o'zi hamda misol Payg'ambar alayhissalomning vaqaligini bayon qilib va fi Rasululloh uswatun hasana degan o'zi kelimalarni ishlatgan yaba. U nima degan vaqtda Allohningki elchisida bir o'zi ulgulik bor deydi-da Alloh taolo. Ya'ni ulgi elish tegishli bir ish bor deydi. Bu yerda ulgi elish desa payg'ambar nima qilgan bo'lsa shuni qilish, nima degan bo'lsa shuni qilish deganga o'xshash shundaq narsani bizni tushunib olaylik. Ama Qur'ondagi mazmunga asoslangan vaqtida bu yerdagi usva payg'ambarga Alloh taolo masalan Alloh taoloniki dini ya'ni Qur'oni Karimga eslash, Qur'oni Karim ko'rsatgan yo'l bo'yicha menishdan iborat. Mana shu o'zi narsani bizga ulgu qilib ko'rsatdi Qur'oni Karimning umumiy mazmuniga asoslangan vaqtida. Yani payg'ambar Allohning kitobi qandoq eslgan bo'lsa, biz Allohning kitobiga shundoq eslgan vaqtida payg'ambar erishgan nijotlikqa biz erisha oladiganligimizni Qur'on ashundoq ko'rsatdi. Yani payg'ambar Qur'onga ergashgan bo'lsa, biz payg'ambarga ergashish emas bu yerdagi narsa. Biz payg'ambar ergashgan Qur'onga ergashish. Bunun o'zini Alloh taolo bizga buyurdi. Shuning uchun o'z Qur'onda nurg'u yerida payg'ambarga sen sana vahiy qilingan narsaga ergash degan oyatlar bor va boshqa yerda ittabi'u degan o'zi ko'p nim bilan kelgan oyatlar bor. U nima degan vaqtda musulmonlarga sizlarmi shu payg'ambar ergashgan shu Qur'onga, shu vahiyga ergashinglar degan kelim bilan bizga o'zi xitob qildi. Demek bu yerdeki narsa nima degan vaqtda payg'ambarning zamonidagi sahobalar udul berib Alloh taoloniki hidoyatdan iborat shu nimasidan ko'lchigidan o'zi suv ichgan bo'lsa, bizning udul shuningdan ichinglar deyilgandi. Sizlar u payg'ambarning yoki sahobaniki qilgan ishlarini do'rimasdan Alloh taoloning shu yerdagi buyrug'ini udul ijro qilsanglar, aş payg'ambar ijro qilgan ishni ijro qilgan bo'lsizlar, payg'ambar qilgan ishni qilgan bo'lsizlar degan gap endi. Bunaqa vaqtda. Shuning uchun Qur'oni Karimda payg'ambarlikni voqealigini bayon qilgan vaqtida nurg'u yerda misol undaq usva degan kelimani ishlatgan bo'lsa, ba'zi yerda ibrat elish haqida kelimalarni ishlatgan. Nima uchun degan vaqtida payg'ambar bo'lsa-mu, u ba'zi yerlarda, ya'ni ko'p yerlarda to'g'ri qilgan bo'lsa-mu, ba'zan bir yerda yani xato qilgan yerlarimi bo'lgan. Onun uchun qilgan ishining hammasiga ergashishning o'zi u xatolikni keltirib chiqarganligini Alloh taolo bilganligi uchun payg'ambarga ergashishning o'zimi yana ba'zi bir ishlarda xato ketish ehtimoli bor. Bir tarafdan Allohning g'ayriga ergashib qolish degan bir narsa o'tirib chiqib qoladi degan gap. Shuning uchun o'zi Alloh taolo mening g'ayrimga ergashib qolishdan yana Allohning g'ayriga ergashish orqali u yerda Allohga sherik keltirish, Allohga bir o'zi, yani Allohning yana bir o'zi ilohning o'zini tiklash, bundaq bir narsa o'tirib chiqib qolmasligi uchun Alloh taolo bu yerda nima deydi degan vaqtida menga ergashinglar deydi. Menga ergashishniki maqsad nima degan vaqtida ma abagan men vahiy qilgan ash Qur'onga ergashsanglar menga ergashgan bo'lasizlar deydi endi. Qur'onda Atiullaha ve atiur Rasul, yani bir yerde özü men ata'allaha fakat ata'allah, men ata'ar Rasul fakat ata'allah degan aş kelimelerin hemmesini nima bo'ldi desa,
Rasuldan Rasulniki ikki xil ma'nosi bor. Birisi ash Rasul Muhammad alayhisalom, yana birisi yo'lisi Muhammad alayhisalomga ebirilgan risolatni ko'rsatadi. Ham hozirgi vaqtda nima Muhammad alayhisalom bormi degan vaqtda Muhammad alayhisalom yo'q. 1400 yil burun vafot etib ketdi. Endi o nima biz o vaqtda ergishtirganga degan vaqtda Muhammad alayhisalomga tushgan risolat bor bizning qo'limizda. O risolat nima degan vaqtda Qur'on. Shu Qur'onga ergashgan vaqtda kimga ergashgan bo'lamiz degan vaqtda man ata'a rasul faqat ata'a Allah degan kelim bo'yicha, jumla bo'yicha kimki Alloh taoloniki risolatiga, ya'ni Qur'oni Karimga ergashsa, itoat qilsa, u nima qilgan bo'ldi desa, Allohga itoat qilgan bo'ldi. degan bo'ldi bu oyatning mazmuni. Shuning uchun bu yerda payg'ambarniki 25 payg'ambarlarni misol keltirib bu yerdagi bayon qilishlik maqsad uningdan ibrat elish tegishli yerlarni ibrat elish va o'rganish tegishli yerlarni o'rganish. Ya'ni o'rganish tegishli yerni asosan Alloh taolo Qur'oni Karimda yig'inchoqlab ikki xil narsaga yig'inchoqlagan. Birisi Qur'oni Karimga esilish, ikkinchisi jamiyatda bo'layotgan, ya'ni o'ziniki shu jamiyatda bo'layotgan ishlarni Qur'oni Karimga to'g'ri tatbiqlash orqali insonlarga to'g'ri yo'l ko'rsatish. Bu ikki xil usul, ikki narsaning o'zini ko'rsatgan Qur'oni Karimda. Butun payg'ambarlarning qilishi shu bo'lgan. Ya'ni Alloh taolo birinchisi Allohning kitobiga chin esilish, ikkinchisi jamiyat bo'layotgan ishlarni o'ziniki qilishidan tortib, jamiyat bo'layotgan ishlarning hammasini shu Qur'oni Karim, ya'ni Allohning kitobiga tatbiqlash orqali insonlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatishdan iborat mana shu vazifani o'tagan. Buning ergashgan odamlarga xo'sh bishorat, agar o'zi ergashmagan bo'lsa, uningga o'zi ogohlantirish berish bilan o'zi nim qilingan, ya'ni vazifalantirilgan. Buniki ikkinchi tarafi. İkinci tarafı bu hadisniki, yani Kur'an'daki hadisniki ikinci tarafı nima degan vaqtda? Yani vaqalikniki. Kur'an'daki şu peygamber ve peygamberin karşısındaki insanlarniki vaqaligini bayon qilishda bu yerda u vaqalikni Alloh taolo Qur'oni Karimdagi ahkomlarga selish orqali uniki o'rnini belgilaylik. Misol peygamberlar va uning ergashganlarni Alloh taoloniki tushgan risolatidan iborat Qur'oni Karimga ergashganligi itoat qilganligi uchun ularning oxirgi xulosasini chiqarib bundaq kishilarniki jannatga kiradiganligi va uningga qarshi chiqqan, uningga itoat qilmagan, u ko'rsatgan, o Qur'on ko'rsatgan yo'lni ma'murgan insonlarni degan vaqtda uni Qur'oni Karimni tatbiqlash orqali bu insonlarniki o'ziga o'zi zulm qilganligi, Allohning ne'matlari kofir bo'lganligi, tuzkorlik qilganligi va oxiratda bundaq insonlarniki, bu yomon ish qilgan insonlarniki oqibati yomon bo'lganligi va qiyomat kunisi yana jahannam bilan jazolantirilgandan iborat shundaq o'zi hukmlarni chiqarishlik. Bu nimani ko'rsatadi bizga degan vaqtda biz shaxsiy har bir musulmonga ko'rsatgan narsa, har bir inson Qur'oni Karimni o'qigan vaqtida o'ziniki degan gap so'zlari, o'ziniki e'tiqodlari va o'zining harakatlarining o'zini Qur'oni Karim ko'rsatgan shu taroziga silib ko'rgandan keyin o'zining nega bordiganligini bilaoladigan bir shaklda bundaq tatbiqlashning o'zini Alloh taolo o'rgatdi. Misol bir odam men musulmon degan bo'lsa, Qur'oni Karim ko'rsatgan shaklda musulmon bo'ldimi? Qur'oni Karim ko'rsatgan ishlarni qildimi? Qur'oni Karim ko'rsatgan e'tiqodda bo'ldimi? Shuning o'zini o'zining qilgan ish harakatlari va e'tiqodlarining o'zini Qur'oni Karimga sep ko'rgan vaqtda o'ziniki qaysi adresga bordiganligining o'zini o'zi diagnoz qo'ya oladi degan gap. O'zi xulosa qila oladi degan gap mana shu vaqtda. Ya'ni buning o'zini nima deymiz degan vaqtda Qur'oni Karimning nemiz bu usuli bo'yicha tatbiqlash degan bo'ldi endi. U yerdagi Qur'oni Karimdagi hukmlarga o'zining qilmishlari va o'zining e'tiqodlarini tatbiqlash orqali oxirgi xulosa o'zining nega berish, ya'ni foyda olamdi, ziyon tortamdi. Buning o'zini xulosalay oladigan darajada, misol buni ko'rsatdi. Ya'ni hadisdagi birinchi qismi shu, ya'ni Qur'oni Karimdagi buning o'zini biz
Qur'oni Karimda bu hodisalarni, ya'ni bu voqealiklarni mayli Allohniki koinotni yaratganligi bo'lsin, mayli farishta jin shaytonlarniki voqealigi bo'lsin, mayli u nimaniki payg'ambarlarning va payg'ambarlarga ergashgan insonlarniki va uning qarshisida turgan insonlarning bo'lsin, voqealigi zikr qilingan bu voqealikning o'zini Alloh taolo din deb bizga bayon qilmagan Qur'oni Karimda. Chunki din degan nima degan vaqtda Qur'onda yaxshilikni buyurish, yomonlikni to'sish. Buning o'zini amr bil ma'ruf, nahiy anil munkar deymiz. Mushuning o'zini Alloh taolo ya'ni ma ishni qilsang yaxshi bo'ladi, Qur'oni Karimda ma ishni qilsang yaxshi bo'ldi dedi, ma ishni qilsang yomon bo'ldi deganning o'zini qilish bu dinni kishilarga o'rgatganlik bo'ladi. Uning qilingan amalni Alloh taolo amal, ya'ni voqealik deb bayon qilishlik, buni hech bir zaman din deb bayon qilmoqlik. Buni faqatla Alloh taolo xulos chiqargan vaqtda bu odamning qilgan ishi to'g'ri. Ya'ni bu odam qilgan ish harakat, ya'ni voqealik hisob nimasi kirdi, hadis qatori kirdi. Bu to'g'ri, buning qilgan ishi xato degan bundaq ikki narsalarni xulos qilgan. Bir odamniki to'g'ri qilgan ishi u din emas, dinniki ijroat qismi hisoblanadi Qur'oni Karimda. Uning uchun o'zi dinning ijroat qismining o'zini bir odam bir dinni ijro qilgan bo'lsa, bu odamniki qilayotgan ishi din emas, dinning ijroati deb tushunishimiz lozim. Masalan, payg'ambarlarning qilgan ishlarining hammasi nima desa, dinning ijroati, qilgan ish harakatlari. Dinning ijroati bo'ldi. Alloh taolo uning uchun uni baho berib, nurg'u yerida payg'ambarning o'zini sen yaxshi axloqning ustida u bu deb maqtagan bo'lsa, ba'zi yerda payg'ambarning o'zini ogohlantirib, tanqidlagan yerlari bor. Misol, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallohu lak tabtaghi mardata azwajik degan oyatlar bor misol. Sen ayollaringniki ko'nglim deb Alloh taolo halol qilgan narsani nima uchun harom qilsa degan haqida bundaq oyatlar bor. Uningdan keyin izojaa, ya'ni o'z Nasr surasining o'zida vastagfirhu innahu kana tawwaba degan oyatlar bor. Misol, sen o'zing qilgan o'tkazgan xatolig'ingga Alloh taolodan kechirim so'ra degan haqida. Ya'ni o'zi inna fatahnadimi o'zi liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika va ma ta'akhkhar degan oyatlar bor. Sizniki ilgari keyin qilgan o'tkazgan xatolig'ingni Alloh taolo kechirish uchun sen Alloh taologa mandaq ishni qilishing kerak, Makkani fatih qilishing kerak degan sohada oyatlar bor. Demak, nurg'un insonlarimiz bor. Payg'ambarmi xatolik o'tkazgan desa, uning o'ziga nachi chanishib ketadi. Ammo payg'ambarlarmi bir inson bo'lganligi uchun uningda ashna xatoliklar o'tgan. Xatolik o'tganligini darhol Alloh taolo uni ogohlantirib, shu o'tkazgan xatolik qarta Alloh taologa tövbe qilish va istig'for etish haqida uqtirish qilgan. Bu nimani bildirdi desa, keyingi insonlarmi o'tkazgan xatolik qarta Alloh taologa istig'for etish, ya'ni tövbe qilish bu o'zi insonlarga berilgan bir vazifa degan gap endi. Shuning uchun bu yerda hadis, ya'ni Qur'ondagi hadis bo'lsa-mu, garchi mayli Qur'ondagi, Tavratdagi, Injildagi hadislar bo'lsin, shu Alloh taolo tushirgan sohadagi, ya'ni shu Tavrat, Injilningmi shu Kon ahdisi asosan original deydi ekan ashning o'zini. Buningdagi voqealik asosan %90% desak bo'ladi, Qur'oni Karimga o'xshib ketadi. 10% yerlar bak o'xshib ketmaydigan yerlar bor. Shuningdagi voqealikning o'zimi nima degan vaqtda din emas, shu Musa alayhisalom va burungi payg'ambarlarniki dinni ijro qilish jarayonlari bayon qilindi. Bu jarayonlarni Alloh taolo dinni, ya'ni amal jarayonlari deb o'zi Qur'oni Karimda malqi amanu va amilu solihat degan qo'shish nurg'ul oyatlar bor. Shu Alloh taoloniki diniga ishongandan keyin uni amaliyotda ijro qilish qismi, ya'ni ijro qilingan jarayon deb bayon qilishlik. Har bir insonniki to'g'ri qilgan ish harakatlarining o'zini din deb yezish kelib qolsa, u vaqtda dunyoda din bak yo'g'on bo'lib ketadi, balki o'zi inson tugatolmaydigan bir narsa aylandi. Uning uchun din faqat Qur'oni Karimning ichida, uning sirtidagi hech qanday bir narsada
din yok. Yani ilahi kitaplarının içinde şu din. Onun içindeki hammasi emas, onun hazır degenge o'xshash, onun hadis kısımları din emas, dindeki icraat kısımları o hesaplandı. Yani Allah Teala'nın kainatını yaratış hakkındaki vakaliklerimi Allah Teala'nınki bar ve birliğindeki delilini birlik karta bir delil katarda bayan kılınan bir vakalik hesaplandı. Onundan başka özü Kur'an-ı Kerim'deki ma iş haram, ma iş halal, mani kılanlı, mani kılmalı degen bunun özü din buldu misal Kur'an-ı Kerim'de. Şunun için elki din degen neymi degen vaxtıda Kur'an-ı Kerim'nin hemmesi desek mi? Mesela Kur'an-ı Kerim'nin içinde Ebu Leheb'nin vakaligi var, bir önlük adam öldürgenlik vakaligi var, nurgulluğun özü zina pahiş hakkındaki özü şundak vakalikler var. Bu vakalikler mi? Mesela o nime din değişki doğru keldiğin gap. Onun için Allah Teala bu yerde din degenni fakat insanlarını yaxşı işki buruş, yaman işten tosuş bu din. Yani halal haram meseleleri misal degen o'xshash narsalarni ko'rsatdi. Shuning uchun Qur'onda aqida sohasidagi ahkam va prinsiplar sohasidagi narsalar, ibodat sohasidagi mana buning o'zi din deb ko'rsatilgan Qur'onda. Onun sirtidagi hadislar, vaqaliklar bu Qur'oni Karimning ijro qilinish jarayonidagi to'g'ri ijro qilingan yerlari, xato ijro qilingan yerlari ko'rsatilish orqali xatolikqa tanqid berilish shunday bir ishlar mengilgan. Mesela Musa alayhissalomning turtag'idan kelgan vaqtida Bani İsrail mozaga cho'qinib ketgandan keyin kelib Harun alayhissalomniki yaxshisini so'rab ketib keyin o'zi bundaq qilmagan degan vaqtida Xudodan kechirim so'raganlik haqida shunday bir oyatlar bor. Buning o'zi nimani bildirdi degan vaqtida ya'ni har bir payg'ambar normal ahvolda bo'lsin yoki shunday achchig'ini keltirgan bir voqelik bo'lgan vaqtda achchiq chidamay bir xato o'tkazgan shunday bir ishlarniki bo'lganligini uningga keyin kechirim so'raganlik haqidagi voqelikning o'zini bayon qildi. Ya'ni yig'ib aytgan vaqtida Qur'oni Karimning hadis qismi insonlarga ibrat elish, insonlar dars chiqarish, xato ish qilgan, xato yo'lda mangan insonlar qanday halokatga yo'l qo'yganligini va to'g'ri yo'lda mangan insonlar qanday nijotlikka erishganligi haqida bir o'zi bizga nihoyat ochiq bir bayonlarni berdi. Hadisni olgan nimamiz shu. Ammo buning o'zini hech bir zaman Musa alayhissalom bir balning o'zini o'ltirib o'tibdi debdikin berib bizim balı öldürdiğen bunda halkı İbrahim Aleyhisselam'ın otu taşladık da bisimizin otu taşlaydıgan bunda bir işini kılış mesela bu halkı ulaq edip halkı din katarı kötürüp bunda kılış bulmagalık için Allah Teala onu vakalik bu din emez ama şulardaki hayatlığı da ötken bir vakalik ulanın şu bir adam bir hayat yani 70-80 yıl ömür ko'rgandan şu jarayonda o'tkazgan to'g'ri ishlar, xato ishlarni yakunlab bizga ko'rsatgan. Yani yakunlash jarayonidami şu Allohning kitobiga tatbiqlash orqali mana bu kitobniki mandaq yeriga nima qilgan vaqtda buni ma ish to'g'ri, ma ish xato deb o'tirib bizga uning o'zini ko'rsatdi. Buni endi bizniki oldigan nemamiz bizniki oldigan o'zi paydamız deymiz. Bu nim bo'ldi degan vaqtda her birimiz o'zimizni qilgan ishini Qur'oni Karimni tatbiqlash orqali to'g'ri ish qilib o'tibdikmi, xato ish qilib o'tibdikmi? Buning bir baho berishni o'rgatadigan bir ish degan gap endi. Bu Qur'oni Karimdagi bu voqelikni, ya'ni hadislarning o'zini o'qishdagi maqsad mana shu. O'zimizniki bir jamiyatda cemaatning beshi bo'lgan bo'lsak, u vaqtda o'zimizning ish harakatlarini va jamoatning ish harakatlarini shu Qur'oni Karimga tatbiqlash orqali jamoatning ishi to'g'ri ketyapti, xato ketyapti, buning o'zi to'g'ri bir javob berish, jamoatning yo'lini to'g'ri o'zi ko'rsatib berish uchun o'zi tatbiqlanganligini ko'rsatdi Qur'oni Karimda. Shuning uchun o'zi biz davomli bu ishning o'zini hadis to'g'riliq to'xtalgan vaqtida
buningdan burunqi bo'lgan ishqa emas, har bir inson, masalan, men hozir Londonda yashayapman. Londonda bo'layotgan ishlarni Qur'oni Karimga tatbiqlash orqali ma ish to'g'ri, ma ish xato deb o'zi u yerda men bir tatbiqlash orqali to'g'ri bir yakun chiqarib, xalqqa uni sunib, mana mandaq qilsak to'g'ri bo'ladi, mandaq qilsak xato bo'ladi deb xalqqa bir to'g'ri yo'l ko'rsatish mening vazifam degan gap. Bizniki o Qur'oni Karimdagi hadislardan oldigan foydamiz mana shunday nihoyat cho'ng. Faqat bu yerdagi narsa, yani aniq deb qo'ydigan narsa, hech bir hadis din emas, faqat dinniki prinsiplarga, ahkomlarga, e'tiqodlarga tatbiqlangan qismi, tatbiqlash orqali xulosa chiqarilgan qismi. Shuning uchun payg'ambar alayhissalom hayotida, misol, shu 23 yillik hayotida hech bir zaman o'tirg'i chiqib Musa alayhissalom falon yerda mandaq ishlarni qilib, Bani Isroilni o'tkazib, Fir'avnni mandaq g'arq qilayotgan ko'ding maning o'zini deb bir tabliq qilgan, yoki bo'lmaydi Iso alayhissalom haqida shunday nima qilib tabliq qilgan, yoki Ibrohim alayhissalom haqida shunday so'zlab tabliq qilgan haqida hech qanday bir rivoyat yo'q. Nima uchun degan vaqtda ularniki voqealigidan bir dars chiqarsalar yetadi. Endi u Peygamberlerin hiç qaysi zaten burunqi peygamberler mandaq qilgan, andaq qilgan deb o'tirib, burunqi peygamberlerin ish harakatini u yerda jamoat so'zlab yurib, o'zi bir dinni tashib qo'ygan kishi bo'lgan bundaq bir voqealik yo'q. Hech qanday bir peygamberning tarixida. O peygamberlar nima qilgan degan vaqtda, o burunqi peygamberlarniki voqealigidan va ularni qarshi tutgan kafirlarniki voqealigidan bir ibrat olgan, dars chiqargan. Ama özünün zamanıdaki vakalikinin özünü qo'ldagi kitapga tatbiqlash orqali insonlarga to'g'ri yo'l ko'rsatib, shu zamonidagi masalalarni hal qilgan. Bu bizga nimani ko'rsatdi degan vaqtda biz hozirgi zamonda Qur'oni Karimga zamonimizdagi va makonimizdagi bo'layotgan vaqalikning o'zini Qur'oni Karimning aqida ahkomlariga tatbiqlash orqali biz millatimizga to'g'ri yo'l ko'rsatish yoki xalqqa to'g'ri yo'l ko'rsatish lozimligimizni ko'rsatdi degan gap. Men mush nuqtani aytgan vaqtida hech bir zaman buningdan 5 yil, 10 yil burunqidan tortib, u 1000 yil, 2000 yil burunqi albatta u voqealikning o'zini so'rashniki hech qanday hojatning yo'qligini ko'rsatdi. Yani peygamberin zamanında olsun, mayli Adem alayhissalomning qilgan ish harakatlari olsun, mayli Musa alayhissalom, İsa alayhissalom, İbrahim alayhissalom, Peygamber alayhissalom tortib hech birsiniki qilgan ish harakatlarini hozirgi zamonga so'rab kelib, Peygamber alayhissalom ani qilgan, mani degan deyishga hech qanday hojat yo'q degan gap. Vaqt qanday qilamiz degan vaqtda biz Qur'oni Karimga asosan hozirgi zamonda nima deymiz, nima qilamiz, buni bilishimiz lozim. Bizniki o'zimizniki nima qildiganligimizni va nima deydiganligimizni bilishimiz lozim. Bu vaqtda biz bu hozirgi zamonga loyiq harakat qilgan bo'lamiz va hozirgi zamondagi ishlarni Qur'oni Karimga tatbiqlashga uringan bo'lamiz. Millatga to'g'ri yo'l ko'rsatishga bir harakat qilgan bo'lamiz. Sizlarning hozirgi bayotning so'zlagan mazmunlarning hammasi shu Qur'on hadisning ikki turlik, ya'ni iste'molimizdagi hadisning ikki turlik manbasi bo'lganligidan biri Qur'ondagi hadislar, ikkinchisi boshqa rivoyat kitoblardagi Qur'onning sirtidagi rivoyatlar, shu hadislar deylar. Va Qur'ondagi bayonlardan hozirgi mazmunlarga keldi-da, shunaqa Qur'ondagi hadislardan. Benim diqqatimi çeken iki mesele oldu bu bayatın mazmunlardan. Biri, meyli Kur'an'daki hadis olsun, meyli Kur'an'ın sırtındaki hadis olsun, ismi hadis olan vakaliklerde oturup çıkan narsaların hiçbiri dini emas diyen bir narsani diler. Doğru düşündün mü adam? Doğru. Yani din emas. Xuddi bana bir narsa esletti bu. Tariximizde mesela günümüzde nima olsa amaliy bir voqelik falan manda bir jinoyat ishlanibdi, Pistoniyada manda bir voqea yuz beribdi, da'vo o'tirib chiqibdi deb u voqeliklarni deydi. Ammo u voqeliklardagi jarayonlarning hech biri davlatning qonunida belgilangan qonun prinsiplar emas. Albatta. Xuddi shunga o'xshash farqda ekan bu hozir sizlarga. Albatta. Shunday ish bo'lamdi. Bo'ldi.
Misal bir odam bir jinoyat o'tkazgan bo'lsa, u ish harakat, masalan, hodisa, voqeali qatoriga kiradi, yoki He. u davlatning qonuniga uni tatbiqlaydigan gap. Tatbiqlagan vaqtda u odamning qilgan ishi, u davlatning jinoiy ishlar qonuniga asosan qayaga to'g'ri keldi, qanchalik miqdorda unga jazo kesishga to'g'ri keldi misol. Buningga nima qilgan gap? Yana hodisalar bir voqea, bir ish harakatni hodisa deymiz. U hodisaning o'zini kontrol qiladigan narsa qonun bo'lg'achqa, u qonun uni tatbiqlash orqali uning jazo kesiladigan gapda. Shuning uchun qilgan ishning o'zini qonun deyish bu to'g'ri bo'lmaydi. Misol qonun ijro qilgan odam misol olsakmi, masalan Tayyip Erdo'g'an deydi, Tayyip Erdo'g'an qaraq isimiz keladi-ku, hamma odam nima qilganda ekan. Mesela Tayyip Erdoğan devletin kanununu Türkiye Cumhuriyeti'nin kanununu icra kıldı. Kanunu icra kılan vaxtda o adamdaki kılan iş hareketi kanun emas, kanunun icraatı dep hesaplayımız onu. Kanunun icraatı. O adam kanunu icra kılatkan boğaçka, devletin kanununu icra kılatkan boğaçka, devlet fuqaraları qanday kılıdı? O adamga itaat kılış, boysunuş mecbur olduğun gap. Eğer o adamga boysunmasa, itaat qilmasa, u xalq nima bo'ldi degan vaqtda davlatning qonuniga boysunmagan bo'ldi. Davlatning qonuniga boysunmagan odam nimaga boysunmagan bo'ldi? Davlatga. Davlatga boysunmagan bo'ldi, shundaqmi? Bu yerda tushunish bo'ldi. He. Xuddi shunga o'xshash misol payg'ambarlar misol olsak, payg'ambarlar davlatning qonunini ijro qilgan bir odamlar. Hem de Resul vaxtida bu elçilik vazifasini icra qildi. Bu elçilik vazifasi degani mana shu vaqtda nurg'un odam buni yaxshi tushunmaydi. Bir saqchi dapshapkini kiyib ishga tushgan vaqtda u saqchilik vazifasini ijro qilgan bo'ldi. Shundaqmi? Xuddi shunga o'xshash payg'ambar Alloh taoloning kitobini qo'lga olib turib, insonlarga u risolatni yetkazayotgan, uni ijro qilayotgan vaqti o risolatni ijro qilish vaqti hisoblandi. O risolatni ijro qilayotgan vaqtida insonlar uning itoat qilish degan vaqtda farz bo'lgan gap. Shuning uchun Alloh taolo nima deydi? Atiulloh va atiur rasul deydi. Ya'ni elchiga itoat qiling deydi. Elchi nimaga itoat qilyapti? Qur'on. Allohning kitobiga. Hem Alloh taolo yana bir yerda nima deydi desa, man ata rasul faqat ata Alloh deydi. Hem bu bir adam mesela Allah'ın bu prensiplerini icra kılıvatkan bir peygamberge itaat kılsa Allah'ın kitabıga itaat kılgan boldu eken de itaat kılgan bolgandakin kimki o prensip boyunca Allah'ın kitabıga itaat kılgan adam nime itaat kılgan boldu şu vaqtda? Allah'a itaat kılgan boldu. Demek bu yerdeki narsa nime degan vaqtda o peygamberin zamanında bo'layotgan narsa. Hem hazırki zaman diyorsa kimki Resul'e itaat kılsa. Resul'ün hazırki vaxtdaki dedim ki Resul'ün iki xil ma'nosi var. Birisi Resul şu elçilik vazifasini o'tayotgan Muhammed Aleyhisselam. Yana birisi diyorsa risolat. Yani kitap, Kur'an-ı Kerim. Hem hazır Peygamber Aleyhisselam yok. O vaqtda kim nima itaat qilamiz degan vaqtda Kur'an-ı Kerim'e itaat kılımız. Kur'an-ı Kerim'e itaat kılan vaqtida kimki Kur'an-ı Kerim'e itaat kılsa, yani Resul'e itaat kılan boldu da, Resul risalet olganda ekan. Kim itaat kılan boldu şu vaqtda? Allah'a itaat kılan boldu. Bunda bo'ldigan gap. Hem xuddi shunga o'xshash ma'no biroz hamda kirishib qoldik yana. Hamda bu nimalar payg'ambardan keyingi nimaning o'zini bana qilib payg'ambardan keyin u payg'ambarga itoat qilish kelib qolsa, shu payg'ambar qilgan ishlarni qilsa payg'ambarga itoat qilgan bo'lamish. Shunday hisoblaydi bu bizning insonlarcha. Shuning uchun bu yerda orlishib ketgan narsa shu. Payg'ambar nimaga itoat qilgan? Buni bilish lozim insonlar. Qur'oni Karimda necha yerda bor, bir yerda emas, 10 yerda emas, hatto yuzlarcha yerda bo'lishi mumkin. Peygamber udul Allah'ın kitabına itaat kılan, Allah'ın kitabına itaat kılan adam itaat kılış, Allah'ın kitabına itaat kılanlık oldu.
Allah'ın kitabına itaat kılganlık, Allah'a itaat kılgan boldu dep Kur'an-ı Kerim'de uçuk bayan kılık. Onun için bu yerdeki bizdeki devatqınımız neme dese, o maksat bu yerda yana Kur'an-ı Kerim'de kösetken näsede bu maksat peygamber yani o Muhammed Aleyhisselam tuğan halıga itaat kılış diyen gibi emas o. Muhammed Aleyhisselam itaat kılgan näsiga itaat kılış. O näsi neme? Kur'an-ı Kerim. Bunu bayan kılıvadı Allah Teala Kur'an'da. Şunun için bu yerda Peygamber Aleyhisselam kılganlık eni kılmagan der. Kılgan bolsumu o zamanda kılgan, hazırkı zamanda kılgan işler emas. Unda bolgandakin onun itaat kılım degeçilik. Udul berip Kur'an-ı Kerim nemin degen bols şunu itaat kılsa, o nemin kılgan boldu? Peygamber itaat kılgan, näsiga itaat kılgan boldu. Yani bu kadar enik yani bu. Bu şu hazırkı mollalının özü kişkini kallasını işlesinler bunu tapıdı. Ama mecbur alqı köz kömez salıdığan, anlısım anlamas salıdığan, bilsim bilmez salıdığan, summun bukmun umyun up ketken bir insanlığı aramızca. Biz bunu bilmekdek hiç qanday bir yeri yok. Misal. Şoňa bu yerdeki mesele nayet enik bilip olish gerek. Hiç bir insan Allah Taala ikkinchi o'rinda tug'izib qo'yib turib, sen ikkinchi o'rin turib, suvni ishkir degan bundaq bir odam bundaq suni peganda ish degan bundaq bir narsa yo'q. Udul berib Allah Taoloniki bilim shu bilim daryosidan udul berib ish degan gap hamdi. Her bir odam Qur'ondan o'zi huzurlanish va Qur'ondagi shu narsalarga, shu Alloh taolo buyurgan narsaga udul berib itoat qilish. Bu payg'ambarniki, mazoyi mashayihniki, olim o'limoniki, mazhabniki, şeyhlniki bu adamni arliq vasita qilmay turib, o'zing bevosita berib, shu yerni o'zi elib, uning amal qilishing kerak deb Alloh taolo bizga buyurayotgan narsa bu. Müşahede yana bir mantiqli savol chiqadi. Biraz hozirgi mazmunning oldiga qalam, ya'ni shuni o'ylaymiz. Biraz ilgari sizlar masalan men Londonda yashayapman, Londondagi voqeliklarni Qur'ondagi belgimalarga asosan tatbiqlab turib, ma to'g'ri a xato degan shaklda yo'l ko'rsatish vazifalarining bog'liqni o'tirib qo'yadi. Undaqda hozirgi bevosita Qur'on manbasidan bevosita rizqlanish yoki undan bevosita manfaatdor bo'lish bilan orada sizlardek yoki boshqa qarindoshlardek ko'z tupirish ehtiyoji tuyuladi deb qaraganlarning orasida bu ikkisini orasida biroz tutmaslik bo'lgandek tuyulyapti men. Shuni bir o'ylaylamda. Yana tushundirsizlarda. Aylık necilen kalkanın hikayesidek kopkamızın deymende. Buni alqi shu nima Qur'onga itoat qilish degan bu so'zga vaqtimi bir qur so'zlab o'tgan. Bu yerdagi bizda alqi yomon ehtiyojli bir yer bor-ku. U nima degan vaqtda to'g'ri bizniki hozir devatqinimiz udullab berib Qur'on demadem huzurlanish, demadem Qur'ondan o'zi buyruq elish, misolda amrni Qur'ondan elish. Buning o'zini devatimiz. Qur'onniki tarjimasimi ashunga loyiq tarjim qilingan bo'lishi lozim. Biz necha qatim ashuni o'zini dedik. Buningda bir turkum insonlar chiqib, masalan 2, 3 yo 4, 5 odam bir yerga kelib turib, ashuni tarjim qilsa, aslida bu insonlar to'liq bir manfaatini oladigan. Lekin qo'liga, mening o'zim mandaq gapganda, men mandaq qilib ekanman, meni qarashim yo to'g'ri ekan, yo xato ekan deb o'ziga baho bera oladigan darajada Qur'onni ashundaq bir tarjim qilib haqiqiy ma'no maqsadni insonlarga o'zi tushungidek holatda bir narsa qilish lozim. Bu naytbek muhim. Bizda yetarsiz bo'layotgan narsa bu, ya'ni. Hozir misol 3-4 tarjima bor. O tarjimaning asos mazmuni hech qanday farqlanmaydi bir-biridan. Az bir qism yerlar farqlandi. Beliq deganda kitob tarjim qildik deb qo'yuqliq, misol. O hech qanday bir cho'ng bir farqi yo'q. Ashuni qo'shib bir narsalar. Başka undaq qilqi nurg'un ahkamlar ko'milib qiliqliq. Masalan, taloq borasida nima iddat borasida nima valladin yutawaffawna minkum va yazaruna azwajan deganning o'zini ikkisini bir xil narsa qilib o'lib ketib xotinni tashlab ketgan odamlarniki xotinlar 4 oy 10 kun iddat tutadi deb lekin ayndaq yezib qo'yuqliq. O o'lgan odam xotinni tashlab qo'ymay mursiga atib go'ga kirib ketmaydi. U yerdagi narsa nima degan vaqtda xotinni er o'lib ketgan xotinlar va er tashlab ketgan xotinlar
ikkalisi tashlab ketishga o'xshash. Tashlab ketdimi, er tashlab ketgan bo'ldi, o'lib ketdim tashlab ketgan bo'ldi. Bu yerga er o'lib ketgan va er tashlab ketgan xotinniniki iddati 4 oy 10 kun degan bu ikki xil ayollarga qartilgan narsa. Ashning o'zinimi ashad bir xillik lekin nim qiliqliq unidagi Qur'onda masalan vallati yatina fahishata degan vallazani deganning o'zigimi o ikkisini mansub qilib azzoniyat va azzoni degan oyat bilan unidagi hozirgi o'xshash jinsliqlar ya'ni ikki ayol ikki er fahish qilgan ishlarga hukm topolmay uni o'lim deb ashundaq o'zi gaplarni qiliqliq. O yerdagi ashundaq hukmni kim qo'ygandan keyin u yerda o'zi topolgan hukm yo'q bo'lgan gap endi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda ham baribir bir şu Arapçını yaxshi bildigan insonlarga biroz ehtiyoj bo'ladi endi bu Arapcha bo'lganligi uchun. Ammo bu odamlarmi to'g'ri insonlar bo'lish kerak uni ustiga. İnsanlarga to'g'ri o'zi Qur'oni Karim to'g'ri tushundira oladigan bo'lish kerak. Arapça bildigan hozir nurg'un dunyoda 300 million arablar bor. Arapça bilganlikning hammasi bir olim hisoblanmaydi odatda. Shuning uchun bularni dinga bo'lgan tushuncha to'g'ri bo'lgan vaqtda insonlarga to'g'ri yo'l ko'rsata oladigan gap. Haqiqiy mazmunlarda qarasak bir tafsir bilan bir tafsir, yana bir tarjim bilan yana bir tarjimada farqlar bor-da. Farqlar bor. Aş farqni shakllantirgan narsa aş insonning tushunchasi emas, balki aş inson o'zi aqida qilgan bir iqimning ta'siri ekan u. Albatta. Aşandan chiqolmaganligi uchun o farq şu irqlar mağan ekan u. Aşı irqni şu irqning suyini to'g'ri deydi ekan u. Albatta. Boshqasini undan keyin rad qildi ekan. Bu yerdagi bir mazhab kirib turib, bir e'tiqodga kirib turib, uningdagi Qur'onni shu e'tiqod bo'yicha tarjim qilish bu xatochi. Bir arab tilini o'rgangan bir odam qatorida hech qanday dinga mansub bo'lmagan qatorida ma bir arabcha bir kitob bu kitobdagi ma tekstning o'zi nimani ifodalaydi, nimani maqsad qilmoqchi degan shaklda tarjim qilgan vaqtida hech qanday o'zi bir mazhabga tava bo'lmagan shart ostida zot mushaydik mush oyat zot nimani maqsad qilmoqchi degan vaqtida u odam to'g'risini topa oladigan gap. Bu oyatni shunday aytibdikin bu falon mazhab mandaq deyilgan deb u oyatning 5ini mazhabga egib uni tarjim qilgandan keyin u tarjimada to'g'ri chiqmaydigan gap. Misol. Taxmi odamni ajablantiradigan yeri mush masalada. Ay bütün aşı egişip ketayotgan yoki shuning ta'siri bilan ketayotgan iqim mazhab tushuncha qatorliqlarning hammasi dal payg'ambar alayhisolamdan keyin paydo bo'lgan narsa ekanda. Misol payg'ambar alayhisolam yo'q ona. Albatta. Mesela Peygamber Aleyhisselam'dan 300 yıl burun. Peygamber Aleyhisselam peygamber buluştan 310 yıl burun. Mesela İsa Aleyhisselam vefat olup 300 yıldan keyin İsa Aleyhisselam'ın hakkında rivayetler to'qilgan ki. Markus, Yohanna degan o'zi 4 odam boshida shu odamlarniki yozgan narsasi İsa Aleyhisselam ayaga vardı, ayet nayidi, ayet çay içti, ayet hakkı tebliğ kıldı, ayet öz namaz okudu, onu kıldı, bunu kıldı degan. Xuddi Sahih Buxoriy, Sahih Muslim qo'shib bir narsalardi. İsa Aleyhisselam vefat olup 300 yıldan keyin yozilgan narsalardi. Yeni ahdi deydi bunun o'zini. Tevrat, İncil'nin yeni ahdisi deydi. Peygamber Aleyhisselam'dan burunmu yani demekçi oğlum nima degan vaqtda o buruk peygamberlerge nispet berilgen rivayetler bo'lgan. Ama Peygamber Aleyhisselam hiçbir zaman o rivayetinin özüne falan peygamber anda qıptike, pustan peygamber manda qıptike, o peygamberin sahabeleri manda qıptike, o peygamberin karşısındaki insanlar manda qıptike diyen doğruluk hiç kandak bir rivayeti sözüge yer yok. Tam aşının okşaş, bizde çödüge vaqtda bizdimi Peygamber Aleyhisselam vefat olup 250 yıldan tatip 350 yılgacha aralıkta şu sahayisi deyimiz, sahayisi deyimiz, aşinasılar şu hikaye kitaplarımız yazılıp, Peygamber Aleyhisselam ayık vağanmış, mayık vağanmış, miş degan gaplardan andaq narsalar yazılgan. İnsanlar nima qilgan degan vaqtda, şu narsaning o'zini xuddi Yahudlarga o'xshash, Nasaralarga o'xshash,
Yani payg'ambardan keyin shu payg'ambarlarga chaplangan bo'xton shu rivoyatlarga amal qilganga o'xshash musulmonlarga ashinaga minib ketgan keyin. Uning uchun musulmonlar mag'lub bo'lgan keyingi vaqtda. Endi bu hozir ikkinchisi kirib bo'ldik. Mana bu rivoyatning birinchisi Qur'oni Karimda bayon qilingan yana hadisning birinchisi Qur'oni Karimda bayon qilingan hodisalarni nim qildik. O hadislardan aldıgan dersimiz, yani ders elish uchun, ibret elish uchun Alloh taolo uning o'zini bayon qilganligini va o'zimizniki qilgan ish harakatlarimizni Qur'oni Karimga qanday tatbiqlash usulini o'rgatish uchun Alloh taolo bizga o hadislarni bayon qilganligining o'zini biz so'zlab o'tgan bo'ldik. Ya'ni mush ikki nuqtani yaxshi tutsak bo'ladi. Birinchidan o hadislarniki bir din emasligi, faqat o bir shu zamondagi insonlarning qilgan ish harakatlari ekanligi, uni Qur'oni Karimga undan o'zi bizniki ibrat elib, dars chiqarib, to'g'ri ish qilsak qanday bo'ldiki, xato ish qilsak qanday bo'ldiki, inson bo'lgandan keyin buning o'zini o'rganishimizning lozimligini, ikkinchisi o'zimizning qilgan ish harakatlari va jamiyat ishlarni shu Qur'oni Karimning ahkomlariga selish orqali, yana shu hadislarni Alloh taolo bizga bayon qilishning ikkinchi maqsadi shu. Shu hadislarni Qur'oni Karimdagi ahkomlarga selish orqali ularning xato ish qilganligi, to'g'ri ish qilganligi, xato ish qilganligi, jahannam kirganligi, to'g'ri ish qilganligi, jannat kirganligi haqida Qur'onda shunday bayon qiladi. Bizmi o'zimizning qilgan ish harakatlari va jamiyat bo'layotgan ish harakatlarining o'zini Qur'oni Karimdagi ahkom prinsiplarga selish orqali o ishning to'g'ri bo'layotganligi yo xato bo'layotganligini bilishimiz va xato bo'lsa jamiyatimizdagi insonlar bu ishniki xatoligining o'zini dalil isbotida ko'rsatishimiz, insonlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatishimiz lozimligini va o'zimizmi shuning qarta to'g'ri o'zi yo'lni tutib menishimizning lozimligini o'zini ko'rsatdi. Yana ikkinchi qismi nemiz tatbiqlash qismi hisoblandi. Bu Qur'ondagi nimalar, hadislar shundan iborat, ya'ni bu ikki nuqtani asos qiladi. Assalomu alaykum, sizlarga salom qilib bo'lmay qoldik-ku. Va alaykum assalom. Bu darsga kiriblar, cho'nqurlar. Chiqdimizlar. Shunga. Yo, endi gap bo'linib ketmasin dedik-ku. Alloh razı olsun. Endi haliqi tuymisi hadisni kim inkor qildi degan nimada emasmi? Endi hozir bizni deydi bularchi, endi hadisni inkor qildi deb. Nurg'un xalq endi chunki ashta o'rganganda bularchi. Bu yerda men Qur'oni Karimda mening so'raydigan savolim, Qur'oni Karimning o'zida shu hozir hadis ikki xil dedilar, biz Qur'ondagi hadis bor, birisi rivoyat hadislari bor debchi. Buni ayt yaxshi ayirish bo'ldi. Uni ayirib oldik. Hozir sizlar Qur'ondagi hadis to'g'risida so'zladilar. Bu rivoyat hadislariga iymon to'g'riliq hamdachi Qur'oni Karimda bir oyat bormi? Alloh bizga shu hadisdagi iymon etish to'g'riliq bir buyruq bormi? Endi bu ikkinchi sil degandek, shu hozir rivoyat hadislarga keldik. Ham rivoyat hadislar deganda qanday maydonga kelgan narsalar, uni Alloh taolo buyurganmi, payg'ambar buyurganmi, payg'ambar yozdirganmi, ya degan to'g'riliq bir 5 minut to'xtalay. Undan keyin men aniki ikkinchi nemasiga o'tay. Endi rivoyat hadislariga kelsak, rivoyat hadislari bay deganga o'xshashlar payg'ambar alayhisolamdan 250 yil keyin ya 2,5 soat emas, yoki 2,5 kun emas, ya 2,5 oy emas, 250 yil keyin u qalamga elinib Imom Buxoriy, Imom Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah degan shu kishilarniki nemasida o'zi qalamga elinib kitob holatiga keltirillik. Ammo bu kishilarning o'zimi nihoyatda voqealikni yaxshi tushungan insonlar bo'lganligi uchun uning o'zini rivoyat deb o'zi aniq yozib qo'yishlik. Buning o'zini mush o'qigan insonlar bilishi lozim. Rivoyat deganda qanday narsa u? Misol. Buni shu fanniy maktabda o'qigan insonlar biladi. Rivoyat deganda eg'izga ko'chib yurgan, uniki o'zi rost yolg'onligi hech bir zaman isbotlanishga, rost yolg'onligini isbotlashga mumkin bo'lmaydigan
aşındaq zamanı bek uzrap ketken, moşundaq bir näsinin özüni, oniki işençilik terapi qançılık degan vaqtda rivayetniki işençilik terapi 0. Yani hamma adam bilsa ol buni, mush rivayetdagi qo'yilgan nima mush shu. Uning ishonchlik tarafi 0. 1% ishonchlik tarafi yo'q. Uniki to'g'ri bo'lgan taqdirdami, u gapning o'zi to'g'ri bo'lgan taqdirdami, shuning o'zini shu kishiniki degan yoki demaganligi, yoki shu voqelikni shu insonlik qilgan yoki qilmaganligi haqida uniki unda ishonchlik tarafi degan vaqtda 0 bo'lgan narsa nima degan vaqtda rivoyat deyildi. Rivoyat mushtaq narsa yani. O raviylar deydi o mesela He. Madem sahabe mağazalara rivayet kıp diken, anda kıp diken, manda kıp diken demişçi. Rivayet zinciri. He. Her bir ravininki her bir hadis şunas alimninki tutkan. O demişim okşumaylığı mesela He. onunki aşı hadisini rivayet kılgan insanlarga bolgan işenç nimisi ölçümü okşumagaçka şunda Bukhari'ninki hadislerdeki kitaplardaki bazı hadisler nimeniki de yok, Müslim'deki de yok, Tirmizi'ninki de yok degendekçe. Şunda farklılık bolu demişçe. Yani yığıp tecip kelse yani okşa çıkırgan mezmun cihetten okşa çıkırgan hadisler mi? Brahmatal bağımiki? Ba. Ama okşumaydıganlar rejekten ki şuna ayrı bir kitap yazılganda onun nispeten 6 tane 9 tane kitap okuyup gelmiş. Endi men adam şu Tevrat, İncil, Zabur'niki şu qısqartılgan qismi ba 3 yıl kitapniki. Endiki ma o torda mı düşürüp algan, torda nemo hidayet nuru mu şundaq bir ya aşına oxşap ketgan bir mavzuni qo'yib aştaqdan qo'yibdiki bu Tevrat, İncil, Zabur'niki bütün nusxalları aşın içinde ba 66 tane kitapның hemsi aşın içinde ba. Mesela 66 tane kitapımız. De. Bu özü bütün peygamberlerin sahabelerine nispet verilgen rivayetler. O peygamberler ölüp gidip 100 yıl, 200 yıl mesela Musa Aleyhisselam'dan keyin yazılgan rivayetler Musa Aleyhisselam'dan 600 yıl keyin yazılgan ki. Ular hali dinde tuganda şu vaqtda 600 yıl ichilik o rivayetlerini yazmay, şu Tevratning qoldiqlariga amal qilib kelgan ancha-muncha. Müslümanlar yaman tiz ketkenligi uchun o 250 yıldan keyinla qaçtılar o dinni o'zgartirishga to'g'ri kelgan. Yani ular o'zi rivoyatni yezib qilgan yani. Demek bu yerdagi masala nima degan vaqtda Alloh taolo Qur'oni Karim nurg'u yerda min dunillah degan kelima jihiyat ishildi. Allohning tövündeki narsalarni Allohga sherik keltirish uchun insonlar mushundaq ishlarni qilgan degan to'g'riliq nurg'un oyatlar bor. Bu nimani bildirdi desa bu aytma o Ahmetcan degan o'xshash o tushgan narsani yani Alloh taolo tushirib bergan narsani nishon qilmay insonlar tushgan narsa yani ishorat qilgan qo'lga eslib qiliqlik qo'ldagi narsaga eslilmay qo'lga eslib qiliqda xuddi shunga o'xshash misol shu payg'ambarlikka zamonlardan tortib bo'lgan narsa Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e yani Allah'ın kitabıga bütün peygamberlerine misal qilgan vaqtda Allah'ın kitabıga eslanglar Allah Teala ko'rsatgan yo'l bo'yicha menglar degan vaqtda ular asta Allah Teala ko'rsatgan yo'lni tashlab qo'yib Allah yo'l ko'rsatish uchun tushirgan kitobni epmangan insonlarga yoki uni ergashgan insonlarga ergishib shularni tutgan yo'lga ergishimiz deb ashlar ustidan rivoyatni o'qib ashundaq o'zi ezib ketgan. Qur'oni Karim buningda nurg'ulg'an oyat bor. Misol Fawailul lillazina yaktubuna al-kitaba bi aydihim summa yaqulun haza min indillah degan mush oyatning o'zidimi qo'llari bilan yozgan narsalarning o'zini bu Allohning dargohidan degan odamlarning holiga voy deydi. Bizcha degan vaqtda qo'llari bilan yozgan narsani bu Allohning dargohidan Allah payg'ambar alayhisalom tushirgan demisimi bu Peygamber Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim yazılmagan takdirde mi? Bu yazılmaya kalkan vahiy qatar deyse olaydı misal. Peygamber Aleyhisselam aşı gap digen zade o aşı yazılmaya kalkan vahiy qatar deyse olaydı. Xuddi aşına ol o'xshash endi.
Bundaq adamlar Allah Taala nima deydi? Halığı vay deyilgende. Feveylul lezin yaknima feveylul lehum mimma ketebet eydihim ve veylul lehum mimma yaksibun. Ularning uni yozgan odamlarniki holiq voy va uni amal qilgan odamlarning holiq voy deydi. Buning uchun bizniki millatimiz, bizniki o'zi, ya'ni butun musulmonlarniki holinik mandaq bo'lishligi sirtida bizning millatimizniki bu shikil qilib qolishligi tub sababi nada degan vaqtda kishilarning yezib qo'ygan narsalarga u to'g'ri bo'lamdi, xato bo'lamdi, uni din deb e'tiqod qilish, amal qilish natijasida kelgan bir nima degan gap. Hamda kelgan bir o'zi oxirgi netinchimiz mushu bo'ldi endi, mushu mag'lubiyat. Mana shu vaqtida. Mushu yerdagi bir masalani yana taxmin aniqlash lozim bo'ladi-da, chunki biz haliqi kunib ketganligimiz uchun odat aqlni gal qo'lni ishti qiladi ekan. Shu aqlimizni biroz süzükleştirish maqsadida yana taxminchi so'rash to'g'ri kelyapti-da. Men so'raydiganim shuki, yana ta'kidlash tegishli bo'ladi. Bayatdan deyildi, mayli Qur'ondagi bo'lsin, mayli Qur'onning sirtidagi hadis bo'lsin, barliq hadislar din emas degan bir xulosa chiqdi. Ya'ni hadis ular vaqalik ular din emas deyildi. Xo'sh, hozir bizga kelgan ma sunniylarning dini deb ism qo'yibdi ba'zan qarindoshlar, ba'zanlar mushriklarning dini debdi. Biz hozircha uni demay turib, uni bag'an sir darslarni o'rganish jarayonlarida xalq o'zi chiqarsin u yakunni. Xo'sh, qanday bo'lsa, an'anaviy din deb tushuntirildi biz hozir mana shu programmalarimizda. Ya'ni bizga hozir qadar biz o'rganib kelgan dinda, Qur'on manbalik din emas, burungi ko'ni tushunchimizga dinda hadislarga iymon etish. Bu yerdan Abdulaziz birodar bir so'rab o'tib ketdi. Agar uni inkor qilish kofir bo'lganlik bilan tahdidlash. Bular agar hadis din bo'lmasa, undaqda uni inkor qilganning yoki uni din deganning xato bo'ladi zaten. İnkar qilganning nima ziyni? Undaqda ular uni din deb qaraganlik uchun ashundan bilan bu dinni inkor qilding deb kofir hukmini chiqarayotgan gapda. Ha, to'g'ri. Bizga hech qanday ziyon olmaydi. Mushu hadisning mayli Qur'onniki manbaidagi hadis bo'lsin, mayli Qur'onning sirtidagi hadis bo'lsin, mushuning din emas ekanligiga Qur'onning o'zidan biror oyat bilan dalil keltirish imkonimiz bo'lsa, chunki biz hozir Qur'onni da'vo qilayotgan bo'lganligimiz uchun yoki bu mantiq xarakterlik chiqarildimi? Bu nima? Misol Qur'oni Karimda vaqalik haqida payg'ambarlarning vaqaligi tilga olinmaydi. Mushriklarniki, Yahud Nasoralarniki masalan Fir'avnning vaqaligi, Abu Lahabning vaqaligi, Abu Jahlning vaqaligi o'sha vaqaliklar bayon qilindi. Agar Qur'oni Karimdagi vaqalikning hammasini din deyishib qolsa, ularning qilgan ish harakatlari din bo'ldi degan gap. Bu yerda Alloh taolo nima deydi? Tabbat yada Abi Lahab va tab deganning o'zidimi? Bu Abu Lahabga niki o'zi halok bo'ladi degan shu nimaning o'zida Abu Lahabniki nima ish qilganlik haqidagi, masalan, qabiy ish qilganligi uchun Alloh taolo o'da uni halok bo'ladi deylik. Demak, uniki qabiy ish harakatlari, Fir'avnning qabiy ish harakatlari, masalan, nimaniki Ibrohim alayhisalom zamonasidagi İbrahim Aleyhisselam otuq tashlaymiz degan insonlarniki ish harakatlarining hammasining bo'ldi desa, din qatoriga kiradigan gap. Uning uchun bu Qur'oni Karim dinni ajratish uchun qanday qildi degan vaqtda Qur'onda iymon bobi va Allohga, payg'ambarga, kitobga, oxiratga, ya'ni malaikalarga iymon keltirish haqida buyruq bor. Undan keyin ibodat sohasidagi oyatlar bor. Ibodatning sohasida misal namoz deymiz, ro'z deymiz, buna o'xshash oyatlar bor. Misal undan keyin Alloh taolo buyurgan, ya'ni qilishga buyurgan, qilmaslikqa buyurgan ishlar bor. Mush ishlarning hammasini Alloh taolo nima deydi desa, Alloh shu ishlarni yuqorqilar Alloh taoloning hududi deydi. Belgilanmalardir. Hudud deganning o'zi mushu dinniki eng oxirgi chegirasi shu. Ve men yeta'adda hududallohi faqat zalama nafsahu dedi. Shu chegaraga hujum qilgandan keyin Alloh taoloning belgilamasiga hujum qilgan bo'ldi. Bu odamlar o'ziga ziyon solgan bo'ldi deb Alloh taolo Qur'onda bayon qildi. Demak, shu nuqtani aytgan vaqtda, ya'ni Qur'onda buni ochiq ko'rsatilgan mush oyatniki, ya'ni buni qo'sh oyatlijiq.
Aşının asasen bunun öz nemi degan vaqtda Allah Taola'nınki belgilenmeleri bu nemike degan vaqt din aşşu degan gap. Onun sırtidagi qilgan ishni Allah Taolo uçuq aşkarı hadis deb bayon qilib. Buni hech bir inson nima qilolmaydi o'zi, inkor qilolmaydi. Endi bu yerdagi biz tushunadigan yana bir nuqta bor. Qur'oni Karimdagi hadisning o'zini, voqealikning o'zini biz nima deymiz shu vaqtda? Degan vaqtda buning rost bo'lgan ish deb e'tiqod qilish. Yani tushunish. Yani Allah Taolo Qur'oni Karimda nurg'iyat deydi. İşinimiz yani, işinimiz. Uning rost bo'lganligi ishinish masalasi bor bu yerda. Yani iman etiş. Rost bo'lganligi ishimiz, ishonishning o'zi uni amalimizda qilish degan bir vazifa tushmaydi u yerda. Masalan, men mayada bir ishni qilayotgan bo'lsam, bir odam meni ko'rib turgan bo'lsa, shu ishni qilganning o'zini, u odam meni ko'rib turib, u meniki shu ishni qilganligimning o'zini sen o'shni qilmading desa, u yolg'onchi bo'lgan gap. Alloh taolo Qur'oni Karim nima deydi desa, yolg'onchilikdan, bo'xtondan qattiq cheklaydi. Yani bu yerda biz bo'lgan ishning o'zini, bo'lgan ishning o'zi deb ishonishning o'zi bu to'g'ri degan gap. Ammo u yerdagi voqealikning o'zini hammasini to'g'ri voqealik deb qaramaymiz, chunki zulm bor uning ichida, bir o'nda hokazo o'xshash insonlarning qilgan ish harakatlari bor, payg'ambarlarning qilgan ish harakatlari bor. Uning uchun u yerdagi to'g'risini to'g'ri, xatosini xato deymiz, ammo u yerdagi voqealik rost bo'lgan voqealik deb ishonamiz. Uni bo'lganligi rost deb ishonamiz. Ammo ma'u ikkinchisi rivoyat hadislarga kelgan vaqtda uni bo'lganligini hech bir zaman o'z bo'lganlik ishongili bo'lmaydigan narsa degan gap. Farqi shu. Qur'onda malqi inna zanna la yughni anil haqqi shay'a degan bir oyatlar bor-ku. Ya keltirib qo'ygan. Gumon hechim nimani haqiqat isbotlash hechim yarmaydi. Mana ash oyatning o'zida nima deydi desa, ular gumonga erishib deydi. İyyattabi'un illa zanna deydi. Inna zanna la yughni anil haqqi shay'a deydi Allah Qur'onda. Ular gumonga erishidi. Gumon degan nima degan vaqtda, yani hozir biz deyotgan rivoyat hadislarning hammasi desa gumoniy narsalar. Hech bir zaman uniki jazmlanadigan. Yani Payg'ambar alayhisalom yendi turib, Payg'ambar alayhisalom og'zidan chiqqan so'zning o'zini kelima qilib yozgan hech qanday bir narsa yo'q. Hammasi ma'no jihatda. Payg'ambar alayhisalom mushundaqaroq bir narsa degan bo'lishi mumkin. Yoki mushundaqaroq bir ishni qilgan bo'lishi mumkin. Mumkin böyle yozgan bir narsalar, uning hammasi mumkin böyle yozilgan narsaning hammasi nima desa, gumoniy narsa degan gap. Ammo mishada yana bir nihayat oltin paltadan bizni qo'ydik-da o'tirga. Mayli u rasulson, rasmiy bo'lgan, shu not etilgan voqealiklarda o'z bu etib bo'lgan bo'lsin, yoki bo'lmagan bo'lsin, hadis kategoriyasiga kirgan ekan, voqealik kategoriyasiga kirgan ekan, bu din emas degan narsa o'tirga chiqarildi-ku. Albatta. Yani mo'shiyada mo'sha dinning biz egilarimiz deb o'zini ajdar nima qiladigan, qo'g'duvchimiz deb hisoblaydigan qarindoshlarimizga bir ko'tak qo'yla o'tirga. Men mo'sha masalaga bir bizmi desin bu haqiqatan programmagacha. Ya'ni Qur'ondagi voqealik olsun yoki Qur'onning sirtidagi voqealik olsun, buni Karim ustoz dediki bu din emas degan mazmunni o'tirg'atdi. Mo'sha masala hal bo'lsa, keyingi masalaga andan o'tmaslik masala o'tirib chiqadi. Ya'ni hojat qoladi yoki qolmaydi. Undan keyin bu yerdagi narsa nima degan vaqtda, o Qur'onda bayon qilingan hadisning o'zida u to'g'risining o'zini to'g'ri deb deymiz, xatosini xato deymiz. Bu nima dema, ya'ni rivoyat hadislarga o'xshashchi bu usul. Rivoyat hadislarda bu Qur'oni Karimning mazmuni to'g'ri kelgan rivoyatlar bor. Misolda u rivoyatlarning o'zini to'g'ri deymiz. Ammo uning o'zini u rivoyat Payg'ambar alayhisalom rasmiy ash gapni qilgan yoki sahoba ash gapni qilgan deganning o'ziga uni jazmlashtira olmaymiz. Nima uchun degan vaqtda yendi turib yozmagan bo'lganligi uchun bu narsaning o'zini hech bir zaman biz u jazmlashtira olmagan narsani gumon bilan qilib qoladi u narsa. Uning uchun bu gumonlik narsalar. Ammo har qanday gumonlik narsa bo'lsin, masalan, bizniki nimamizda Nasr efendimniki hikoyalari bor-ku.
Şu Nasr Efendim'in hikayesinin içinde nurgulluğun özü aşındaki doğru hikayeler var. Misal. Şunda yaxşı hikayeler var. Ama o Nasr Efendim şu işini kılan degenini ifadelemaydı o nesli. Xuddi şuna o'xshash bu rivoyat hadislarda mi Peygamber Aleyhisselam an degan man degan Peygamber Aleyhisselam degan bo'lishi mumkin ya demagan bo'lishi mumkin hech bir zaman degan demaganligi jazmlashmagan bir narsa. Uning uchun bu gumonliq narsa bilan Peygamber Aleyhisselam rost degan bir haqiqatni isbotlash mumkin emas degan gap. Ammo uning ichida ham jiq odam deydi, undaq bo'lsa hammasi xato deydi. Mumkin emas hammasi xato bo'lish. Hech bo'lmagancha 50-60% masalan to'g'ri chiqishi mumkin. Ammo uniki to'g'ri chiqqan taqdirdami, uni to'g'ri deymiz, ammo hech bir zaman o din qatoriga kirmaydi. Bir voqelik bo'lsa, bu hech bir zaman uniki to'g'ri tarafi bo'ladi. Xato tarafi bo'ladi, ammo o din qatoriga kirmaydi. Ras yolg'onlik tarafi bo'ladi voqelikning. He. Lekin o din olmaydi. He. Masalan, bizde nurg'ullarga g'arib sanamniki hikoyalari Abdurahmon nima deydi, shu nima xotan tarafda o'tgan bir nimaniki bir hikoyalar bo'lgan, vatanda biz o'qiydik shu narsani o'zini. Sitnochning hikoyalari deymiz. Xuddi Sitnochning qashida qalam tutib o'tirib, Sitnoch nima ish qilayotgan bo'lsa, shuni yozgandek yozib qo'ygan misol. Shu narsaning hech birisi, masalan, Sitnochniki shundaq ishni qilganligi 100% ashunda qilganlikqa hech kimniki bir ishonch yo'q misol. Ishonishga mumkin, ishonish mumkin emas. İmkoniyat yo'q. He, imkoniyat yo'q. Bir yerda endi bu hadisninki bizga qadar yetib kelishida bular xuddi bir qariga odam pilakni bo'ylab kelib hamakni tutgandek. He. Shu buni hadisni sen kimdan anlading deb butun odamlarning peshiga isib kelib, odamdan hamakni o'tirg'iga chiqirliqda. Yani pilakni tartib kelib, hamakni o'tirg'iga chiqirliq. Va pilak uzilib ketgan pilak yo'q o'tirda. Boshqa pilak yo'q, aram pilak yo'q, uning ichida sesib qolgan pilak yo'q degan shaklda tushuntirib kelib, pilakning sog'lomligidan hamakni o'tirg'iga chiqirdi hamda. Mana majazilashtirsak. Bularning lekin hammasi o'lib ketdi. Hammasi o'lib ketaylik. Agar shularning nomi suiiste'mol bo'lgan bo'lsa-chi, uni taqalan biz shunday kuchlar beshimizga keladiki, shularning nomidan deb o'tirib chiqargan narsalarni tashviq qilib, shuni din deb koyayotgan qarindoshlarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan tortib, Payg'ambar alayhisalomdan tortib, ta bugun qadar o'zi peshini tutib kelgan hamaklarninki nomini suiiste'mol qilgan, ular tuhmatkor o'ringa chiqib qolgan da'voga tushdi. Tuhmat qilgan yoki tuhmatchiga yordam qilganlarning nimasiga tushib qolish ehtimolligi yuqori. Lekin Qur'on masalan, qiyomat qadar o'zgarmaydiganligi, butun oyatlar o'zi Alloh tomonidan nazil qilingan oyat ekanligi, qiyomat qadar masalan shak shubhasiz o'zi shak shubhi yo'qligi qatorliq mazmunlar bilan Qur'on o'zini o'zi isbotlab bergan bir kitob masalan. Yani tirik qiyomat qadar o'lmadi, tirik qoladiganligini. To'g'ri. Shu Qur'onga ishonish masalasi, o'lik ishonish masalasidan qaragan chog'da albatta sog'lom ish. Lekin shuni aql qabul qilmoqqa taskin. To'g'ri. Bayatma Abdulaziz birodar biznes dersida o'qishdik. Bir divasını yaşını. Bu abdallaqı Muhammed Salih Damanlacım Kur'an-ı Kerim'nin Uygurca tercümesi qilgan vaqtida şu Qur'an-ı Kerim tercüme qilish bo'lmaydi deb nurg'un qarshilikqa chiqib, uningdan birinchi batteriga qarasanglar kirish so'z tarafdagi 20-30 tane Damanlamninki qo'l imzolari bor unda-chu. Shular tercüme qilinib bu qilsa bo'ladi debchi fatvolarida chiqqandan keyin uni degan xalq qabul qilgan uchun bo'lmasa qarshi chiqilgan uchun shu orqali ham asosda Uyg'ur xalqi Qur'onninki tarjimasidan yuz ko'rishdi. Tarixiy bir burilish. Undan keyin Sahih Buxoriyninki qasdlarni sharhini tarjima qildimi? Tarjima qilib, birinchi betida kirish so'zni o'qisak, shuni bilan bu Sahih Buxoriyni yozgan odam, bu Buxoriy degan odam o kadar taqvo odamki, shuni bilan bu odam bir yerga berib bir hadisni qabul qilmoqchi bo'lib, bir ravi, bir odam izlab
bardı demdi-çü. Ular aş adam peygamber toğruluk bir hadisni bildiken degендigi izlep berip karasa bu adam özünün işkiге ve pişige bir narsa kulak salgandek yem salgandek selip atını özüge çakırmakçı oldu. Ayda kılgandaki şunu bilen bu Bukhari dege adam bunu görüp bu adam bu işek ne yoki at ne Gollap aslında gollugan deydi. bolsa bu adam işengil olmaydı dep aşı adamın hadisini almayçı kıgallığı. Muşnu bilen sizin kallınız kıylapaş hakkı işi düşünemiyorum. Oho bu adam bile aşınçılar dikkat kılgan bolsa bu yerdeki hadisinin hemmisi Su şeyçilik. içmediğin gap. Su içmediğin gap yok Hem dedi. de bunu hem de to'g'ri chiqarish uchun yomon jiq kuch sarf qilgan. Misol, har bir rivoyatning o'zini shu rost zoti to'g'ri payg'ambar alayhisalom degan bir rivoyat qilib chiqarish uchun har bir rivoyatni topgan vaqtda Imom Buxoriy bir qatim uxlab payg'ambar alayhisalom tushni ko'rib, shu degan yo demaganligini payg'ambar alayhisalom shu ruxsat qilgan bo'lib yoki men degandek bir shapini bergan bo'lib, unidagi yozgan. Şu Sahih Buxori'deki 5'li kiriş sözde bak İmam Buxori'ni tushuntirgan deyadi shu bor misol. 500 ming dona hadisni yezib 500 ming qatim uxlab bo'lgan o odamning o'zi. Unidagi o'zi payg'ambar alayhisalomni ko'rib ruxsatni olib shunday qilgan shunday bir narsalar bor endi. Bu butunlay İmam Buxori'ni faqat yolg'on rivoyatni yozmagan, bu rivoyatning o'zi tamoman rost degan yerga chiqish uchun qilgan bir nima? Hozir mana Abdulaziz degan so'zim shu. Shu hech qanday o'zi zarrachilik yana ozroq bir yerda bir yolg'onchiligi ifodalangan bir odam bo'lsa-mu shuni olmagan. Ham orliq qilib qolgan shu vaqtda u raviy bilan payg'ambar alayhisalom orasida o'lib ketgan odam hamda u nada endi. Shu vaqtda u yolg'onchimi, kazzobmi uni kim biladi misol. Bu yerda hech qanday undaq narsa nim qilmagan. Undan keyin bu rivoyatning boyatini sil degandek bir qism rivoyatlar misol shu sahobalarga yoki shu payg'ambar alayhisalom otilish orqali o sahobalar balkim demagan bo'lishi mumkin unda gapning o'zini shuni dedi qilib turib sahobalar dedi degandan keyin boshqa insonlar musulmon bo'lgandan keyin u yerda o sahoba degan bo'lsa biz nima uning o'ziga qarshi chiqamiz biz qarshi chiqsak bo'lmaydi degan kelgan gap. Uni rost qilish, uni insonlarga amal qildirish uchun, e'tiqodiga aylantirish uchun o'zi qilingan bir o'zi kuch sarf qilgan bir ish ham bu. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda bularning o'ziniki nemisdan bor. Misol shu rivoyatniki nemisdami? Ma o Sahih Buxoriy, Sahih Muslim hammasida bor. Uningdagi ma o usul fiqhida bor, hozir shu tavzidni tortib hammasida bor. Shu تكثر لكم الأحاديث بعد فإذا روي لكم أني حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافق فاقبلوه وما خالف فردوه degan şu rivoyat ham yerda bor. Menindeki nayt ko'p hadislar rivoyat qilindi sizlarga. Agar shunday bir rivoyat, shunday bir men to'g'ri bir narsa rivoyat qilinsa, uning o'zini Alloh taolaning kitobiga to'g'rilanglar. Agar u Alloh taolaning kitobiga to'g'ri kelsa, uning to'g'ri ekanligini qabul qilinglar. Bu yerda uni din deb qabul qilinglar deb tarjima qilish bo'lmaydi bu yerda. Uni to'g'ri deb qabul qilish bu yerdagi narsa-ku. Agar u Allohning kitobiga to'g'ri kelmasa degan vaqtda uniki to'g'ri ekanligini rad qilinglar degan gap. Farudduhu degan. Ya'ni. Yana bir rivoyatim bor. مثلا لا تكتبوا أني شيئا غير القرآن فمن كتبها فليمه ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Bütün aşı rivayet kitaplarda var bu. Peygamber Aleyhisselam Kur'an'dan başka hiç qanday bir narsani yazmanglar. Agar men to'g'ri Qur'ondan boshqa bir narsani yozib qo'ygan bo'lsang, ya'ni rivoyatlarni, men qilgan ish harakatim, so'zlarimni yozgan bo'lsang degan gap endi. Uni o'chiringlar degan gap. Imho qilinglar deydi-ku turklar. Uni yo'q qilinglar deydi. Men kaziba alayya mutammiden. Kimki qasdan menga bir yolg'onni chaplasa, u odam o'zining turgan yerini do'zaxni tayyorlab qo'ysin deydi. Mush rivoyat namasi o'qiydi. Agar mush ikki tal rivoyatga ular amal qildigan bo'lsa, u vaqt darhol o'zi Qur'onga murojaat qilib, bular o'zi to'g'risini topa oladi. Arab shu
Arabchani yaxshi bilsalar, uningda hech qanday bir narsa chiqmaydi misol. Ammo ashunga ahamiyat bermaklik. Bular ahamiyat berdi ekan. O'sha hadis shunas sahasga insonlarningki hadisning rasulullohni arishdiki sarf qilgan kuch, energiya, texnik, uslub qatorliqlarga zang solgan bo'lsa, o'sha chalmini oltin qilish uningdan oson bo'lishi mumkin degidek darajada ashta tushundirdi odamga. To'g'ri. Hayron qoldirdi-da odamni. To'g'ri. Ya'ni shu qadar kuchaydi ekan. Xo'sh, undaqda hozir qadar mashhur bo'lgan kitoblardan biz 6 deb o'yladik. Keyin taxmin jiqilib o soat nima 9 ga borganligini deydi. 9 mashhur kitob bor ekan, shu nima rivoyat hadislar kitobidan. Va 9 ning gapini qo'ymaylar, xalqimiz bildigan 6 ning gapini deyishlar. 6 hadis kitobni bir-birisini bir yerga ekkasak, birisini bir yerga ekkasak, 6 hadis kitobdan birisi sahih deganda yana birisi zaif, birisi zaif deganda birisi motivator shaklda. Ashunda tutishadigan yerlarimiz xilli chiqadi ekan. Ajiq. Ondan keyin mavi bor desa, mavi yo'q deganlarim bor ekan. Undaqda agar son miqdor bo'yicha hisoblash to'g'ri kelsa, hadisni eng ko'p inkor qiluvchi yana Imom Buxoriy chiqadi ekan. Masalan, u 600 ming hadisni ekidib 6 ming hadisni to'g'ri chiqqan ekan. Undan 9 ming manchini oldidan shu Imom Buxoriy rad qildi mana, inkor qildi mana. Dalla mana inson. Imom Buxoriy manchi mingni inkor qildi. Mana, olmayadan boshlaydi. Agar inkor qilish to'g'ri kelgan gap bilan kelsak. Bundan boshqa Imom Buxoriy sahih deb o'tirib chiqarganini boshqa Sahih Muslimda yoki boshqasida yoki Hanbalining boshqa mazhablarnikida sahih emas deb o'tirib chiqibdi. To'g'ri. O rad qilish bilan bunda emas deyish bilan inkor qilishning orasida jiq farq yo'q. Albatta. Ular shu vaqtda undaq inkorchilarning beshi zaten burundan tortib bakin aynan. Albatta. Uning uchun bu yerdagi oxir chiqmaydigan bir ish bo'lgandiki, bu rivoyatniki. O kim to'qib berdi? Undaq bo'lgandan keyin Alloh taoloning qo'ygan narsasi nima degan vaqtda Allohning kitobi to'g'ri kelmagan narsaning har qandaygini o'zini qabul qilmaslik sohasidagi prinsip mushuchu yana. Yani mishada bayatdan mazmun misha ekemashitim yani qoldi. Yani burunqilar o bir-birisinikini inkor qilishdan nimaga tayandi? Hadisni zaif yoki yolg'on yoki bu deyishda nimaga tayandi? Nimaga tayinib turib, qaysi o'lcham bilan chiqdi degan narsa qarasak, hammasining o'zining oldiga bir uslubi bor ekan va oxiri akilib yana Qur'onga tayindi ekan. Undaq bugun biz hozir bu shu Qur'ondan nazar programmamiz boshlagan yo'g'i, Qur'on manbalik din tushunchasidan ketayotgan yo'g'i, faqatli Qur'onga soladi degan uchur bilan nima tushunchadan ketyapmiz. Undaqda bu yerda agar o'ttirga bir narsani inkor qilib chiqsak, o chog'da o'lcham nima bo'ldi bizning hozir bizning da'voyimizda? Qur'on bo'ldi. Undaqda inkor qilgan narsa o'ttirdiki hadisni yoki boshqa narsalarni bu emas deb, din emas deyotgan narsalarimizda o'lcham Qur'on bo'lsa, Qur'on inkor qilgan bo'lsa, aynib akilib bizni inkor qiluvchi deyish qanday mantiqi? Bu aqlga sig'maydi. Mushuning o'ynamaydi insonlar. Albatta. Misol, mana nimada Angliyada, o nimada Norvegiyadan bo'lgan, ammo Angliyada shu bizniki xalqimizni Xitoy kampus solib ketgandan keyin shuni bu yerda sotsial demokratik partiyalar bor, ashlar namoyish chiqdi biz birga. Chiqib Xitoy sotsialist davlat bo'lgandan keyin ular Xitoyning o'zini tillayotdi. Bu sotsialist tuzumda bu Xitoyni bu qilayotgan ishi butunlay sotsialist tuzumga xilof deb tillayotdi ayda. Bu nimani bildirdi degan vaqtda dinni bir inson masalan bu hozirgi dinimizning o'zini o'ngshaymiz desa, u dinniki originalini o'tirga chiqish kerak. Dinning originalini o'tirga chiqib, hozirgi bo'layotgan, ya'ni din sohasida bo'layotgan ishlarning hammasini shu dinniki original nusxasiga sep ko'rgan vaqtda qanchalikni tashlab etdik, qanchalikni qo'shib oldik misol.
qanchani to'g'ri qildik, qanchani xato qildik, hamma narsa ashungacha chiqadi. Shu vaqtda biz dinimizni tuzaymiz degan bo'lsak, dinni tuzalgan yana original nusxasi qo'limizda bor Qur'oni Karim. Qur'oni Karimning matnisi yani bu yerdagi bizning deyotganimiz. Uniki cho'risi qilib qo'ygan shariatning hech qanday keragi yo'q. O şer'imi zaten alimlarniki o'zining mazhabiga qarta, qaysi mazhabda bo'lsa shu mazhabga bo'ysundirib, unda shariat qilgan narsalar bor. Shu yerda shunday rivoyatlar keltirgan, shu mazhab olimlarini misol keltirgan yerlar bor, tafsirlar. Qur'ondagi burmolg'ichlar, yo'g'ichlar degan jumlaning ichiga kirib ketgan bichoralar ajri. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda ma'u Angliyadagi sotsializmniki nimalari, Marksniki avlodlari, haqiqiy Marks yozgan kitobni ko'tarib chiqib, Xitoy sotsialist davlat bo'lsa, u Xitoyning qilayotgan ishi haqiqiy sotsializmga tushmaydi. Deb ayda qilayotgan ishni xato tarafini o'zini mayroqsin tushgan bilan mayroq tushmaydi deb ma'ning o'zini o'tirib chiqarib misol. Eng oddiysi. Xuddi shuning o'xshash biz qanday qilganmiz degan vaqtda bizmi agar dinimizni o'ngshaymiz desak, Allah Taala ko'rsatgan original din bor bizning qo'limizda. Shuni o'tirib chiqqan vaqtda bizniki qaplanpash qilib ketgan dinning hammasi o'ngshilib bu yerda chigilish yerning hammasi yeshilib normal shu Alloh Taolo ko'rsatgan din o'tirib chiqib degan gap. Shuning uchun bu yerga narsa nima degan vaqtda sahabamiz zaten shu narsani degan ya demaganligi ham aniq emas bo'yatni dedik-ku biz. Hamiz gumoniy narsalar. Bu narsalar yoki ota-bobamiz mushunday e'tiqod qilibdiki degandek bunday narsalarni o'tirib chiqarish orqali bu haqiqatni yepish bu bir jinoyat. Ota-bobamiz nima qilgan bo'lsin, zaten ota-bobamiz shuni to'g'ri bilmaganligi uchun biz bugun qolganligimiz aniq. Shuning uchun biz har narsani ota-bobamizni tutgan yo'l emas, to'g'ri yo'lni izlash har bir insonniki vazifasi. Masalan, Sura Baqaraning 170-oyatida ve iza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma albayna alayhi abana evelev kana aba'um la yaqilun shay'a ve la yahtadun degan oyatning o'zi belgilaydi. Ular Allah tushirgan narsaga ergashgan desa, biz ota-onamiz ergashgan narsaga ergashimiz. Deydi. Bu nima deydi? Ularniki ota-onasi to'g'ri kallasini ishlatmagan ve to'g'ri yo'lni qabul qilmagan bo'lsa, qanday buning ergashidi degan gap endi. Demak, bu yerdagi bizniki to'g'ri yo'limizni ota-bobolarimiz belgilab bermaydi. Biz kallamizni ishiltish orqali to'g'ri yo'lni o'zimiz Alloh taolo ko'rsatgan yo'l orqali o'z to'g'ri yo'lni o'zimiz nima qilamiz degan gap endi. Shuning uchun bu Alloh taolo Qur'onda aqlingni ishiltinglar deyishdiki, sabab mana shu. Aqlimizni ishlatsak, Qur'oni Karim orqali o'zimiz to'g'ri yo'lni topa olamiz. Bizni nima shu ezib ketdi deydi bular desizlar shu biz aqlimizni bek ishlatib ketishga. Ya'ni shayton iblismi shu shayton bo'lishiga sababmi aqlni bek ishlatib ketdi bu shu. Shuning bilan Allohning oldiga zikr tortib, shuning bilan ajda bo'lib ketgan deydi endi shu. Birinchi bo'lib shu aqlga dushmanlik qildi bularchi. Aqlimizni ishlatmaydigan holatga kelsak, undan keyin bunimizni juda o'tkazib, mangda tortib aparalaydi endi shu. Shunlashqa oldi bilan shu aql dushman bo'ladi. Men hozirgacha nurg'un darslarni angladim, mayli inglizcha, mayli boshqa darslar bo'lsin. Shu yerga keldimki, agar qandoq bir molla yoki qandoqlikin bir odam aqlga dushmanlik qilishni dinda bizga sotadigan ish bo'lsa, u Allohning dini emas uchun. O shaytonning dini. To'g'ri. Misha keldim men shu. Endi Qur'oni Karim biznesini yerga qo'shib olaymi shada. Mana bizga koni ustoz deyilib kelgan qarindoshlarimizning bir mashhur gapi bor ekan. Bu din aqlning dini emas, naqlning dini deydi ona. Mushunday bir javob berib o'tibdilar, shuni tamomlasin aka, aql. Hem bunday degani bular aslida endi bu shu 1258-yili shu nima shu Abbosiya sulolasi Chingizxonniki avlodlardan
Ulagu degan shu nimaning o'zini Bag'dodni vayron qilgandan keyin tamoman Abbosiya xalifaligi shuni vayron bo'lgan. Shu vaqtda mush Ibn Taymiy degan odam bor ekan. Shu odamning o'zi shu vaqtda buningdan keyin tafakkur qilish bo'lmaydi, tafakkur qilish xato yoki degandek shunday bir narsani qoldirib qo'ygan. İştihatdan ishki qapandi deb qo'ygan. İştihatniki ishiga taqaldi deb shunday o'zi deganki. Shundan keyin insonlar nurg'un o'zi olimlar ijtihod qilishning o'zini xato deb o'ltirib, undan keyin o'zi ijtihod qilmay bu kun keliklikandi. Demak, aqlniki ishigini taqib etgandi ana shu vaqtda. Hozir hamma odam voy u Shayxul Islom Ibn Taymiy deydi. Shayxul Islom bo'lgan bir odam insonlarning aqlini ishlatma degandan keyin bu odam qanday Shayxul Islom degan bo'ldi endi. Mandaq narsa bu. Şunu bu edeplendirdiği yeri bu dinga mükellef kılınğıcı insanda iki şart var. İki şart tepiliş gerek. Akıl ve bağlılık ulaş degen iki şart deydi de. Akıl degende akıl şu ayna. Yani akıl ulaş gerek bu insanda deydi o. Dinga ekilişte aklın şart kılıdı o. Ama kirpagan ki aklın işletsen bulmaydı dedi. Kanda kırvaqçılık işleş bolup Aşılarla dinlike. Aşı demek girip poğuça. Kur'an'daki dinlemez. Doğru. Aşı demek girip poğuça. Kalbini işletirsiz. O dini kigen dinkinden buldu akıl. İşte yok. Şu. Şertsiz itaat. Şuna Ömer Ezel'in ki cipine kesip mıkılıp oluşu. Eğer akıl şu şeriatın nimesi olduğundan bolsa, men nimişke bu məhs qılğan vaxtımda paypaqның astığı qılmay, üstü qılma. Əmiyyədə aqıl olmaydı deb anı göstərmiş. Aşağı deydi. Bu amralıqı hem onun üstüge bu əsliga qaytish hareketi deb bu Araplarda, bu İslam dininde tabi yeni bir inqilab, cedizm nimesi payda oldu deb. Bunu qaytib neye qaytırılırdı? Hadisga qaytırılırdı. Aş Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini nima qilsak, bir sünnetni bir hadisine yakışı, bir sünnetni qoğdursak, ona ihya qilsak, Ming şehitning ajri oladi deb. 100 şehitning kelimesi oladi deb, shuning bilan qanday bo'ldi desalar, bizning vatanda men yengil bir musulmon bo'lgan vaqtimda hadisga iymon et deb demagan men uchun. Yana qanday bo'ldi desalar, aşı namaz oquganda amin depçi aylanıp to'lmasak dedik. Aşıda to'lmasak asmandaki pelaktiki periştilerninki amin deyişi bilen bizning amin degan ovozimiz biya kelib shuning bilanchi udul kep qolsa deydi. udul kep qolsa yuqori bo'ladi demaydi, udul kep qolsa deydi. Aşında deb sen amin dedin. Amin demeden de aşım cemaatleşki bilenken yaşlar bilen qeyrilar bir-birinden nima qilgan qeyrilar tutib bergan saqchiqchi bu vahabiy debchi am biz qilib bu degan sufiy bular aqli ishlamaydi bular degan xurafiy ay qilmagan ishimiz qolmadi oxiri o ishkiga bo'liniblar zodi Xitoy o oldi yoshlar qeyrilarni yaratmaydigan men o'tirman bu sırap o oturdu usrab degandekçi. Ayna olab bu millet işkiga bilendi. Çoğlar bilen generation gap deydigan narsa borchu. Mo'shpitlar bilen, peshqadamlar bilen yoshlarning o'tirisi bir bog' üzülse u jamiyatda ishtiklam yoshlar boshsiz qilib qoladi, tajribasiz bo'lgandan keyin ularni har qanday yerga aparish, her qanday nimaga uyanga akilish oson bo'ladi shu. Cho'nglar o'zining tajribasi tufaylidan nihoyat egri besiq qiladi. Bizga nima qilib so'zlaydi shundami ya? Bolalarim diqqat qiling deydi. Am biz qani qiziq bo'lgandan keyin biz ularni yaratmaymiz, shunday gap. Oxiri hozir holimiz mushu hamdi. Endi hozir Mezmun bek rangdan okutib qoldigan bo'lib qoldi, lekin hozir qislan olgan mezmuningga men biraz tefekkür qilg'ish shu, jiq o'ylang'ichi. Masalan, yaxshi tivib bo'lsa, bir odamga
qarab tomon tutib, bu odam chori yo'q degan odamga dori tanlab boqadi. Masalan, hatto u dorini nima deb bagis kelmaydi qiladi. Lekin resmiy yeshib qarasa, hatto uningda simab bor, falon va piston va degan o'xshash ayrim yesa odamning jinni oladigan zahar salalashan ishiga. Lekin u dori ishni yesa foyda qiladi. Ya'ni demoqchi bo'lganimiz bu tibet jon oladigan zaharni dorilar bilan aralashtirib kasalning nimasini davolaydi. Xitoycha dushmanchi desa dushman hasanni bizga hasanni tanlab turib uningdan bizni zaharlaydi. Mana hozir masalan qirlarla yoshlarning orasidagi ittifoqsizlik paydo qilgan narsani garchi tavhid bilan o'ttirib chiqargan bo'lsa-mu, ammo bizga u hasadek kasimi ammo bizga oxiratga nisbatida bizga ziyon beradigan plan bilan o'ttirib chiqargan. Yani shuni bir aql tafakkur qildi qarindoshlar demoqchiman bu yerda. Gapimni bilib qoldim. Kechirsizlar, amsilda o'qisizlar. Ustoz. Endi bu hozir Qur'onning o'zini rivoyat hadislarni yoki dinga qo'shilib qolgan. Ya'ni asosan shu rivoyat hadislari din nomida qo'shilib qolgan narsalar bu. Shu narsalarni kim inkor qiladi? Inkor biz ham inkorchi deb jugandikin inkor qiladi deb qo'ydik buningga. Aslida Qur'oni Karim inkor qilish emas, rad qiladi bundaq narsalarni. Tamoman rad qildi. Inkordan kuchli buning o'zi. Masalan, Qur'oni Karimda nasikh mansukh haqida oyat bor. 3 oyat bor. Birinchi Sura Baqaraning 106-oyatida "Ma nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khayrin minha aw mislaha alam ta'lam anna Alloha ala kulli shay'in qadir" degan oyatning o'zidimi Alloh taolo biz bir oyatni amaldan qoldirsak yoki uni unuttirsak, biz uning yaxshisini yoki uning o'xshishini keltiramiz deb bayon qiliqliq. İkinchisi Sura Hajniki 52-oyatida "Va ma arsalna min qablika min rasulin va la nabiyyin illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyatihi fayasakhullahu ma yulqi shaytanu summa yahkumullahu ayatihi vallahu alimun hakim" degan bu oyatning o'zida bu yerdagi Allah Teala peygamber ebergendan keyin peygamber nima şeytan deganning o'zi olimlarni ko'rsatdi. Ya'ni olimlar o'zi ozg'un olimlarni ko'rsatdi bu yerda. Ozg'un olimlar u payg'ambarniki qilgan ishlariga o'ziniki vasvasasini, o'ziniki ozdirgan, ya'ni insonlarni qaymoqtiradigan yo'llarning o'zini tashlaydiganligi. Feyansahullahu ma yulqi şeytan. Şeytan o'tirib qo'ygan narsani Alloh taolo amaldan qoldirib, summa yahkumullahu ayati. O'zining oyatini hokim qildiganligi. Haqida bu Sura Hajniki 52-oyatda buni bayon qildi. Bu nima degan gap degan vaqtida tarixdan buyon Alloh taolo bir payg'ambarga kitob bergandan keyin u payg'ambar o'lib ketib, yuzlarcha yil o'tgan vaqtida o peygamberin namıda rivayetini to'qib, o dinga nim qilib, dinga nurg'ulgan o'zi din namida boshqa narsani kirdirib, dinning ichida nurg'un narsalarni chiqarib etib, ashta qilgandan keyin Alloh taolo bu yerda nima deydi desa, o ozg'unlar o din namida keltirgan narsani Alloh taolo amaldan qoldirib, o'zining oyatini hokim qilib keliklik deydi. Tarixdan bu ham bo'lgan ishlar bular. Antekima Sura Jasiyaniki 29-oyatida "Haza kitabuna yatiqu alaykum bil haqqi inna kunna nastansihu ma kuntum ta'malun" degan oyatning o'zidami bizniki kitobimiz haqni so'zlaydi. Biz sizlar qilayotgan ishlarni mansux qila olamiz deydi Alloh taolo Qur'onda. Bu nima degan gap degan vaqtida din nomida qilinib kelgan ishning o'zini Qur'oni Karimni o'tirib chiqish orqali ma Qur'onda yo'q bu narsaning o'zi deb uni amaldan qoldirish Qur'oni Karimniki üstündeki bir işgalligini, onu hazır dini sahadaki insanlar açıyorsa, onu aynen yoğurtuş arkalık, Kur'an'da manası var, bunu kılışımız lazım, manası yok, bunu kılmaslıkımız lazım deyip, onu emelden kaldırıp, Allah'ın hükmünü koyuş, bu insanların vazifesi diyen gibi. Kudu baymen diyen okşaş, bir komünist olsun mu adette, bu komünistlik bir tüzüm var o yerde, o tüzümde onda Marx yazgan tüzüm, o tüzümge doğru kelmegen narsning o'zini bu kommunist tüzümdeki narsa emas, ama kommunist tüzümge doğru kelmegen narsani qilyapsa,
deb mayada o odatdagi insonlar boshqa dindagi insonlar ma'ashil qilyapti. Hozir men musulmonlar desa, mau dindagi narsalar emas, ma Qur'oni Karim to'g'ri kelmaydi. Ma Qur'oni Karimga asosan ma'nosi bor yo ma'nosi yo'q deyolmay, hamma narsaning o'zini butun dunyodagi axlatni hammasini yig'ib din qilayotlik. Buning o'zi, uning uchun nima deymiz degan vaqtda bu rivoyatlarning o'zini rad qildigan, inkor qildigan narsa, inkor qildigan biz emas. Bizlik inkor qilish haqqimizmi yo'q, huquqimizmi yo'q? Rad qilish haqqimiz yoki huquqimiz yo'q. Uni faqat biz Qur'oni Karim orqali rad qila olamiz. Shuning uchun buni Qur'oni Karim rad qildi ekan, biz Qur'oni Karimni e'tirof qilgan bo'lsak, uni bizmi rad qilamiz u vaqt degan gap. Shuning uchun buni rad qiluvchi Alloh. Allah rad qildi, Alloh taolo uning o'zini inkor qiliqliq, rad qiliqliq. Buning o'zini bizni emas, Qur'onni deyish kerak, Allohni deyish kerak bu insonlar. Rivoyatni inkor qilgan kim o degan vaqtda Qur'oni Karimga to'g'ri kelmaydigan, dinga to'g'ri kelmaydigan narsalarning hammasini yoki din nomida o'tirib chiqqan rivoyatni kim inkor qildi degan vaqtda Alloh inkor qildi, Alloh rad qildi bu yerda. Buni shu mo'llani bilib olish kerak aslida. Uning uchun payg'ambar alayhisalom zamonasida misol Makka mushriklari biz nelik Ibrohimniki dinda deyilgan shunday bir insonlar edi. Payg'ambar alayhisalom nima uchun ularniki ibodatlarning ichida nurg'un ibodatlarni rad qildi? Payg'ambar alayhisalom rad qilish huquqi bormidi? Yo'q. Alloh taolo kitobni tushirgandan keyin payg'ambar alayhisalom Allohning kitobiga qarab, asliki maqoishing u dinga to'g'ri kelmaydi, maqoishing to'g'ri keladi. Masalan, axloq sohasida bir qism axloqlar mushrik bo'lsa-mu, uni axloq Qur'oni Karim to'g'ri keladigan yerlar bo'ldigan gap. To'g'ri keladi deb turib, to'g'ri kelganini qo'yib, to'g'ri kelmaydiganning o'zini bir daraxtni harom shayxni qilgandek qilib, andaq o'zi nima dinning o'zini shu vaqtda joyiga akelgan degan gap endi. Bundan biz nimani bila olamiz degan vaqtda Qur'on dinni, yana nima dinning sirtidagi, Allohning dinning sirtidagi narsani rad qildigan, inkor qildigan narsa hech bir olim yoki ulamo emas. Allohning kitobi Qur'on rad qiladi. Qur'on inkor qiladi uning o'zini. Agar Qur'onga ergishadigan, Allohning diniga ergishadigan, uni itoat qilib deydigan inson bo'lsa, Qur'ondagi shu narsalar orqali, shu Alloh taolaning hukmi orqali boshqa Allohning hukmi bo'lmagan, din nomida bo'lmagan narsalarning o'zini qabul qilmaslik u o'zining vazifasi degan gap. Shunga hadislarda shu vaqtda nima qilgan bo'ldi desa, Allohning dinini to'g'ri yetkazgan bo'ldi u odam va Allohning diniga to'g'ri amal qilgan bo'ldi. Bu nima qilgan gap. Shuning uchun bu yerdagi qarindoshlik deydigan narsa nima desa, bu odamlar hadisni o'tirg'a chiqish orqali Qur'onni inkor qilyapti. Bu eng xatarli yeri bu. Allohning kitobini inkor qilyapti-da. O'ziniki bu narsani bilish lozim. Hatta nima deylik desalar, Uyg'ona doktorlik unvoni borlar, nima deylik desalar, Qur'onni bilgan olim emas, hadisni bilgan olim deydi. Nimishqa deb so'rasa, chunki Qur'on degan cheklik, hadis degan cheksiz. Cheksiz narsani bilgan odam olim deydi. Albatta. O'tganki darsda deyildi o'sha gaplar. Misol, bir odamning o'zi 100 yil umr ko'rsa, 5 yaşından başlap şu dini o'qish kirsa, 35 yosh kirishlik 30 yil dinni o'qisa, unidagi 65 yil dinni tadqiq qilgandan keyin o dinni bir boshqa chiqamaydi. Nima uchun degan vaqtda elqi xaman tepgan vaqtda 6 kalining o'zini qo'shaq qo'shmada piqirtimiz-ku. Xuddi shuning o'xshash ash piqirgan qilib qo'ygandan keyin kash piqirab yoki elqi tuyushchalakka so'qishib uni tuyishligini bilmay shuni so'qishga ayndaq o'rgatadi-da bu odamning o'zini. Bu odamlar hech bir zaman o dinning beshiga chiqib olmaydi. Undan keyin u nima deydi degan vaqtda bu odamlar mana shunday 30 yil o'qibdi. Bu 30 yil o'qibmi, mush dindan 30 yil o'qibdimi, u boshqa chiqib olmagan shunday bir narsami desa, ular deydigan gapi bu din degan alomat cho'ng ilm qatorida hisoblaydi. Cho'ng ilm uning uchun buning o'zini undaq boshqa chiqish mumkin emas deydi-da. Mümkün emas. Onun için bular nəhayət az, o dinlik az bir qismini bilgan bo'lsa-mu, bular amaliyotda nəhayət reallik nəhayət cho'ng olimlar deydi-da. Cho'ng olim bo'lgandan keyin
Hamma odam uning o'zini olim deb hurmat qilish kerak, o'ziga hurmat paydo qilish uchun qilayotgan qiliqlar o. İnsanlarni sevib ichish uchun qilayotgan narsalar o. Shuning uchun hamma odam uni o'zida olim deb qap bo'ladi. Olim deb qap bo'ldi, o'lima deyish kerak uning o'zini. Hozir misol astronom olimlar nima astronomda Erkin Sidiq misol Uyg'urlarning ichidan chiqqan bir astronom olimi. Bizning mo'llarning ichida u osmon jismini so'zlaydigan Qur'onni so'zlaydigan mo'llarning ichida yoki hadisni so'zlaydigan mo'llarning ichida jo'rsa Erkin Sidiqni uning oldiga misol kelsa Erkin Sidiq hech ishini bilmaydi deydi. Odatda. Yana u bu qadar yana o'ziniki qanchalik narsa bildiganligini bilmaydigan darajadagi mandaq 4 olimlar bular. Öyle desek yani. Hemmisini bir tayakta degendek olub kalmışsın. Şuna hadislarni yana bir aydınlaştırıp o'tishlik bir mesele. Gerçi biz oldingi programmalarımızda münasebetli temalarda bu vaqt to'xtalgan bo'lsakmi, bugungi tema itibariyle yana bir qisqa eskirtma berishni to'g'ri ko'rdim. Qur'onning bizga yetib kelish jarayoni bilan hadisning yetib kelish jarayoniga o'xshashlikqa qarab turib, ikkisini bitizga qitisidigan, bir o'rin qo'yib olgan tushuncha bor. Bu tushunchaga kelib qo'yganmi, an'anaviy ustozlarning hadislarni yezilmagan va şekildeki Kur'an'ı tanlaştırıp koygan izahatları var. Bu şahtiye bir tam uğrutili. Bu da bu düşünç bir uğrutili. Hem de yezilmay qalgan vahiy degan gapning o'zi bu aqlini kichkina ishiltigan odamlar buni qabul qilolmaydi-ku. Nima shu degan vaqtda vahiy bo'lgan taqdirdami, agar vahiy bo'lgan bo'lsa, Peygamber Aleyhisselam vafot bo'lgan vaqtning o'zida darhol Abu Bakr Umarli bo'lgandan keyin u yerda yozgan bo'lsa-mi, u biroz aqlga muvofiq bo'lgan narsa. Abu Bakrning zamonasida Peygamber Aleyhisselam qilgan ishlarning o'zini rivoyat qilib qo'ymaganda Abu Bakr Umarning zamonasida nima uchun degan vaqtda biz deganga o'xshash, masalan bir davlatniki prezidenti qonunni masalan shu o'ziniki prezidentlik jarayonida ijro qilgan bo'lsa, Ondan keyingi saylangan prezident o qonunni o'ziniki shu sharoitga qarata boshqacha ijro qilgan gap. Sharoit o'zgargan vaqtda qonunni ijro qilish uchun desa o'zgartirgan gap. Uning uchun Payg'ambar alayhisalom zamonasida Payg'ambar alayhisalom shu jamiyatga qarata Qur'onni ijro qilgan bo'lsa, Abu Bakr Umarning zamonasida o'zininki shu jamiyatga qarata territoriyani qanchalik cho'ngaygan, shu jamiyatga qarata, shu davlatning territoriyasiga qarata o qonunni Qur'onni andaq ijro qilgan. Xuddi shuning uchun nima deymiz degan vaqtda Qur'onni har zamon va har makonda shu zamondagi shu makondagi amaliy ahvol qarta ijro qilish eng o'zi oqilona ijro qilganlik bo'lib hisoblandi. Qur'oni Karimni zamonga moslashtira olgan bo'ladi shu odamning o'zi. Agar u odam 1400 yil burungi zamonga Qur'onning o'zini insonlar u zamonga tatgan vaqtida u inson hech bir zaman hozirgi zamonni tushunmagan, hozirgi zamonga loyiq odam bo'lolmagan, hozirgi zamonga loyiq ilm ololmagan bir odam hisoblandi. Uning uchun bu yerda deyotgan narsa nima degan vaqtda 1400 yil burungi zamonga mansub qilgan rivoyatlarni o'qib, shu zamondagi hikoyalarni so'zlab yurgan odamlar hozirgi zamonga qarta hech qanday bir narsani tushunolmaydi degan gap. Tushunolmaganligi uchun bir tal soqolning ishini hal qil degan vaqtda soqolning o'zini hal qilolmay, a mazhab an debdi, ma imom man debdi, a olim an debdi deydi. O'zing nima deysan, hech nima yo'q-da. Misol. Chunki bilmaydi. Mishada bildirmaydigan narsa, bu bildirmaydigan narsa bayq degandek misol. Bir tal soqol to'g'riligi, soqolniki mustahab, vojib, sunnat, mubah, odat deydigan qarta 5 patman hadisi bor. Oyta qaysikan bir narsani ko'rdim, kofirlik chiqaribdi. Soqolni nima qilganlik, rad qilganligiga kofirlik hukm chiqaribdi. Bu ashama dinchi ekan, da'vatchi ekan. Ama yani bizden başına ayak bizge qoqoq silayotgan qoqoqlar hali jiq, lekin onun şeyki birisi nima desa sen qanchalik odamdan ilgari o'tgan odamni bu qadar katta mashhur odamlar edi, u qadar taqvo edi, bu qadar e'tirof erishgan, u qadar nom yozgan, kitob yozgan deb bizga qoqoq soldimda. Ama
u dunyoda kitob yozgan odamni jiq. Bu yerda kitob yozishli emas, o'qigan odamni masala. O kitobni o'qigandan keyin uni to'g'ri yerini to'g'ri deb qabul qila oladigan, xato yerini xato deya oladigan inson bo'lish kerak. Kallasini ishiltish kerak. Bu yerda yozilib qolgan, arabcha yozilib qolgan narsaning hammasining o'zini arabcha bo'lib qolganligi uchun u to'g'ri bo'ladigan. Bundaq bir qoidani, prinsip qo'ysa, u vaqtda u odam hech bir zaman to'g'ri topolmaydi degan gap. Shuning mening davomli deydiganim nima degan vaqtda bir kitobni o'qishdan burun uning iymoni yetib o'tib, uni o'qish bu butlay xato bir narsa. Onun iman etmay turib, onun içinde to'g'risimi, xatosimi bo'lish kerak. Men uni o'qib, chiqqandan keyin onun bir narsa deydigan vaqtda, u odam uni o'qigandan keyin uni ichida xatosini topa oladi, to'g'risini topa oladi. Faloniyat manda deb bu to'g'ri. Faloniyat manda deb bu xato deya oladi odamning o'zi. Hozir misol Qur'onning o'zida tafsir qilingan narsaning ichida nurg'ulg'an yer bor. Ma xato deya olamiz, ma to'g'ri deya olamiz. Nima uchun degan vaqtda uni shunday o'qidik. Hozirgi vaqtning o'zida. Biz burunqidek uniki cho'rsi yezib qo'yganning hammasi 100% to'g'ri degan e'tiqoddan chiqib ketib, Qur'onniki mazmuniga, maqsadiga to'g'ri kelgan vaqtda u to'g'ri. Bu to'g'ri kelmas uchun xato degan bir yerga biz kelib bo'lganligimiz uchun uni o'qigandan keyin ashuna to'g'ri kelsa, ma to'g'ri kelmas, xato kel degan o'z narsani aniq deya olamiz degan gap. Shu har bir kitob o'qigan insonlar kitob deganni yozgan odam Xudo emas. Xudo olmagandan keyin u odam to'g'ri narsani yozadi, xato narsani yozadi. Uningga qarab, to'g'risini to'g'ri deb, xatosini xato deb, xato yerini teppas kesh so'rab yurib, uni tillab yurmay, xatosini qabul qilmasa bo'ldi. To'g'ri yerini to'g'ri kel deb, uning o'zi bir foydalansa bo'ladigan gap. Misol. Xo'sh, 2 soat o'tkazib qoldim nima? Ya bugun sal qilib qoldik, chunki bu hadis haqida to'xtalganligimiz uchun jinoyat etgandek bir tuyg'u bor-da. Ilanni bergan chog'dan ba'zi qarindoshlar YouTube'ga biroz inkos qoldirib ekan. Ba'zan inkoslar biroz insofdan chiqib ketganlik, o'ylanmoqlik bolalarcha. Ba'zan inkoslarga biroz yana javob berish to'g'ri keldi ekan deb o'yladik. Masalan, bir oddiy savoldan birisi, agar o'z aqlimizga tayanib tushunsak, o zaman Kerim ustozdan da'vat qilganlarning to'g'ri ekanligini qanday jazmlashtiramiz deb bir savol tushibdi ekan. Ya Qur'onni tushunishda u Qur'onning bir metodi bor. Misol Sura Hudniki 1-2 oyatida Elif Lam Ra kitabun uhkimat oyatu summa fusilat millatin hakimin xabir. Allah ta'budu illallah degan oyat bor-ku. Bu oyat nimani bildirdi degan vaqtida Alloh taolo bayon qilgan, Alloh taolo tafsili men Qur'oni Karimni bayon qildim. Agar uning o'zini insonlar bayon qilgan vaqtda insonniki ko'z qarashlari uningga kirib qoladi. U vaqtda insonlar uningga ergashgan insonniki, olimniki ergashgan odamlar Allohning g'ayriga ibodat qilib qolgan bo'ladi. Uning uchun men uning o'zini o'zim tafsili bayon qildim deylik. Shuning uchun biz nima degan vaqtda Qur'oni Karimni biz tushuntirgan vaqtda Qur'oni Karim tushuntirgan jarayonni yaxshi bilishimiz lozim. Masalan, bir narsani tushuntirmoqchi bo'lsak, shuni Alloh taolo Qur'oni Karimda qanday tushuntiribdi, shuni asos qilishimiz lozim. Agar uni o'zimizni kallasiga kelgan bo'yicha, misol, meniki ko'z qarashimda mandaq, bu meningcha mandaq degan vaqtning o'zida bu butunlay kodni chiqib degan. U hech bir zaman Qur'oni Karim meningcha yanbisichi bo'lmaydi. Allah yo'lida o narsa. Alloh taolo o oyat o narsani qanday tushuntiribdi? Shuni umumiy tushunchini biz nasikh mansukh to'g'riliq bir 3 ta oyatni o'qidik. Nasikh mansukh haqida bir tushuncha hosil qilma degan odam bo'lsa, nasikh mansukh sohasidagi Qur'oni Karimni butun oyatni bir yerga to'plab, uni umumiy bir xulosani chiqargan vaqtda o'zim qanoat qildik ve başka adamma qanoat qilaligidek darajada bir natija chiqara oladi degan gap. Agar u odam undaq qilmasdan oyatning bir yerini o'zini uzib eplikin, o'zi kallasidagi bir aqidaga to'g'rilapliki uning o'zini undaq desa, ikkinchi oyatga o'zi zid keladigan gap, u odam andakin o'zini degan gapini o'zi boshqa chiqarmaydigan bo'ladi. O'zim qoyil olmaydi uning odatda, boshqa odamning qoyil qilinmaydi. Shuning uchun bu yerga narsa nima degan vaqtda Qur'oni Karimni bayon qilish, Qur'oni Karim tafsili o'zi tushundirish işlerinin hammasi insonga berilgan emas, payg'ambarga berilgan emas.
Allah Taala'nın özü üstüge algan narsa inna aleyna bayana degan oyatlar var. Mesela Qur'oni Karimni bayon qilish, tushundirish bizning üstimizdeki ish deylik Allah Taala. Chunki dinga insonlarning ko'z qarashi kirib qolmasligi uchun Alloh taolo uni o'zi bevosita ustiga eliklik. Uning uchun uni Alloh taolo tushundirgan narsalarni birinchi shu tushundirgan inson o'zi yaxshi bilish kerak. Uningdagi insonlarga tushundirgan vaqtida bu odam to'g'ri tushundira oladi. O'zining ham kallasidan o'tadi u narsa, insonlarning kallasidan o'tadi degan gap. Yani Kur'an'ni ve hikmetli berdik. Diyen okşaş, hikmet, aşı Kur'an'la kanda düşünüşünden mi? Aşı'na kanda hüküm çıkarış. Doğru. İlgili veriş gerekti. Doğru. Onun için toxtumay, silgi okşaş, başka ustazlara okşaş. Toxtumay Kur'an-ı Kerim bilen haşir neşir. Yani iç kuyun, taş kuyun. Billi yetip, billi kopudgan. Aynı halette yüzünü şu ilimge atsa Kur'an'a, andaki Kur'an onu biraz bürüttü. Bäbisi, bämi düşü. Elbette. Şununla biz deyimiz davamlıqla bu ilki palan mezhepte an depti, pusan mezhepte man depti, palan alim an depti degan gapni tashlab, agar o'zi shu arabchani bildigan bir odam bo'lsa, o'ltirib Qur'onning o'zini kunligi bir oyat olamdi, ikki oyat olamdi, shu yerda o'zi shu sohada izlangan vaqtida u topolmaydigan bir narsa yo'q. Hozir o'ngay topa oladi. Nima uchun degan vaqtda bu sohada izlanib o'tirga qo'ygan olimlar jiq. Onun için bunun özünü o'ngay o'zi o Qur'onni tushunish nemisini o'ngay o'zi nim qila oladi. Bizning zamonimizda mesela 88-89-yillarda bundaq bir insonlar biz ko'maydik o'tanda. O biz o'tirib chiqib Qur'on mandaq, hadisning o'zi ishongil olmaydi deb qo'ysak o'ltiryaptim deb o'zi jugan odamlar bor shu vaqtda. Qo'rqibmi xalqni o'zi o'ltiryapmisin deb qo'rqib o gapni qila olmaydik. Hozir Allah'a mı şükür, Türklerin içinde nurgullar var, Türk alimlerin içinde, Arapların içinde nurgullar var. Hazır Orta Asya'dan buldu bunda alimler. Demek ki biz bunu paydalanlarga menbeli bağ. Özümüz kallımızda işittiğimiz birinciden, ikinciden menbelerden mi faydalanımız? Aşağı kılış aralıq bu Kur'an-ı Kerim'i düşünüş. Bizge hazırki vaxtda burunqı nispeten nait oңай. Çünkü bizge yardım kıldıgan urullar bağ degen gap. Hoş, ondaqda ben programının başlanğan vaxtida 5 tane sahih dilayotgan hadisning haqida bir narsa so'ragan edim men. Qur'ondan inkor qilinishini. Vaqtda 5 desek necha qulab ketgandek. Bir ikki misol o'sak qanday bo'lar? Misalni qilsak, misal birinchisi vahiy haqida bir nima alqi namoz haqida bir rivoyat bor. Payg'ambar alayhissalom shu Mirojga chiqqandan keyin 50 vaqt namozini farz qilgan. Undan keyin o'zi Payg'ambar alayhissalom Musa alayhissalomga kelgan vaqtda sizning ummating o'zini qilib bo'lolmaydi. Ya'ni berib yalvarsang, ashuni tushirib bersin degandan keyin u yer bozorlik qilib, shu o'tirib menga yurib 5 vaqt namozni tushirgan degandek mundaq bir rivoyatlar bor. Bu Allah Taala'nı intayin masxara qilgan bir rivoyat. Qanday degan vaqtda Allah Taala insonniki qanchalik ish qila oladiganligini bilmay turib, uningga ashundaq bir narsani otib qo'ydigan bir xudomi bu? Qur'onning o'zida har insonga uning toqati yetkidek bir narsaning o'zini beramiz degan oyatga zid keldiganligini hech bir zaman his qilmay, shu rivoyatning o'zini to'g'ri deb yurgan insonlar nihoyatda jiq. Şunun için bu yerdelki rivayet hadislarda bu mandaq deb din sohasida bir narsani tushundirgan bo'lsa, uning o'zini akilib Qur'oni Karimga tatbiqlab ko'rishimiz kerak. Qur'oni Karimga to'g'ri kelsa, bu hadis to'g'ri hadisga degan narsani desak bo'ladi. Agar to'g'ri bo'lmasa desa, uning to'g'ri kelmasa desa, uni o'zi axlatib tashlaymiz degan gap. Ikkinchisi, misol Payg'ambar alayhissalom Hazrat Oyshaning o'zini 6 yaşta bir rivayette 7 yaşta ağan, 9 yaşta özü bir boğan degandek şundaq rivayetler var. Hazır bizning ballarımız var, mening 4 balam var. Bu ballaniki 6-7 yaşta balla nurgulları pampersdan chiqmaydi. O erkek nima
o öğüt tutuş degan nima, to'y qilish degan nima, undaq narsani tushunidek bir yoshda emas. İnsanlar o burunqi vaqtda yamanbek bir ishki yilning ichida yo'g'nab ketib, hozir yamanbek ishlab kelgan bundaq bir ish yo'q. Tarixdan buyon zaten mushu hozirgi tug'an turqidan unchalar jiq farqlanib ketgan bir narsa emas inson. Shuning uchun men mushu narsaning o'zimi payg'ambar alayhisalom 6-7 yoshlik bir qiz bolani olamdi misolda. Alloh taolo Qur'oni Karimda uniki aqli misol Qur'onda Pessaliha nimalqi nima de vel muhsanatu minen nisa yo'q. Er-ricalu qawwamuna alan nisa'i bima fazzalallahu ba'zahum ala ba'zin ve bima anfaqu min amwalihim fessalihat qanitatun hafizatun bil gaybi bima hafizallahu degan oyat var. Ve fessalihat degan kelimenin özünü salihat degan yaxshi ayollar deb tarjima qilib nurg'a yedi. Salihat deganning o'zi to'y qilishga salohiyati to'shqan ayollar degan ma'nodagi narsa. Allah. Qandaq ayollarniki, qandaq qizlar qandaq qizlarniki qandaq qizlar qaysi holat yetgan vaqtda uniki to'y qilishga salohiyat to'shidi. Degan vaqtda birinchisi fasolat qonitatun. Aile haqidagi Alloh taolaning aile haqidagi tushungan prinsiplarini amal qila oladigan. Allah. Öyle içindeki bo'lgan ishlarni sir to'shishmaydigan, o'zining maxfiyatligini o'zi saqlay oladigan, har xil hamda o'yin ichida bo'lgan nurg'un ishlar bo'ldi-ku. Bundaq ishlar. Ikkinchisi bo'lsa, hafizat. Hafizat degan bir yak ketgan chaqda o'zini tortib butun oilaga ega chiqa oladigan. Ot eshaklarimiz var, qo'ylarimiz var, masalan, ballarımız var, öylerimiz var. Şunun hemmesi egi çıkıp şunu başkurup turalagıdek derecedeki bir kız olsa aşının özü toy kılış salayetiga üçüncüsü olsa yani bir ayette rushd degan ibara var. Eğer pe'in anastum minhu rushden degan ibara var. Ondan özüle onunki özünün yolunu öz tek mağalıgıdek bir narsa sezsanglar o vaqtda onun nikah onu to'yini qilib qo'ysanglar bo'ldi degan oyatda. Yani bir kız bola bir yigit bola to'yini qilgandan keyin u oilani to'g'ri boshqarib mang'aligidek, bal tuqqandan keyin u balaning o'zini to'g'ri tarbiyalab mang'aligidek bir salohiyatga ega bo'lgan vaqtda u qizning o'zini to'yini qilib bo'ldi degan gap. Buning o'zini bizning tilimizda nima deydi? Balog'at deydi. Balog'at yetgan vaqtda, ya'ni qur'omiga yetgan vaqtda to'yini qilamiz deymiz-ku. Qur'omiga yetgan deganning o'zi, ya'ni aql jihatda olsun, jismoniy jihatda olsun, har jihatdan yetilgan vaqtda onun özüne andaki to'yini qildigan gap. Endi payg'ambar kesleşti. Allah Taala onun özüne misal shu prinsiplarni qo'yibdi misal. Shunda qonun oila prinsiplariga amal qila oladigan, uni ijro qila oladigan, oilaga eri yo'q vaqtda oilaga ega bo'la oladigan. Undan keyin o'zi oilani to'g'ri boshqarish iqtidoriga ega bo'lgan shunda qizlar desa degan o'z prinsipini o'tirib qo'ysa, payg'ambar men degan bir kishining o'zi berib, hech narsadan xabari yo'q. Tegmadimi, onun tuzuk bilmaydigan bir 6-7 yoshli qiz bolani evlamda o payg'ambar. Bu payg'ambarga qanchalik bo'xton chapilganlik misol. Qanchalik zulm qilganlik, qanchalik yolg'onni chapilganlik bu payg'ambarga. Buning uchun men deydiganim nima degan vaqtda dunyoda Allohga, Allohning payg'ambariga, sahobalarga va Allohning diniga bo'xton chapilgan, haqorat qilgan insonlarniki eng birinchisi hozirgi musulmonlar. Kulliga misol, meshit kirsin, negvas basin, payg'ambar ani qilganmish, mani qilganmish, qilmagan, demagan narsaning o'zi payg'ambarga dugiz yo'q. Uning o'zini payg'ambarga bo'xton chaplab, yolg'onni chaplab, u payg'ambarga zulm qiliqlik. Allohning diniga zulm qiliqlik, Allohga zulm qiliq odamlar. Misol. Shuning uchun Alloh taolo Qur'oni Karim nima deydi desa, oyat bir oyatning o'zi deydi: "Faman ibtara alallahi kaziban min ba'di zalika fa ulaykumuz zalimun." Allohga yolg'on chapilgan odam, shu Alloh yolg'on chapilgandan keyin u zulm qilgan, ya'ni Allohga zulm qilgan insonlar bo'ladi. Shuning uchun bu yerdagi narsani mutassalqi rivoyat deblekin berib, u payg'ambar alayhisalom deganmish. Undaq narsani men yozib qo'ya olaymi? Qala Nabiy alayhisalom deb oxirgi bir hikoyani yozib qo'ysam bo'ldi. Uni ham arab tilini
Arab tilini bildiğin adamın hemmesi onu yazıp koyalaydı. Şunun için bundaq narsalarning o'zini biz uni o'lchaydigan o'lchimimiz bo'lishi kerak. Bu o'lcham nima? Qur'oni Karim. Qur'oni Karimga uyg'un bo'lsa, bu to'g'ri gapga deymiz. Dinga demaymiz uning o'zini. Xato bo'lsa, o xatoga deb rad qilamiz uning o'zini. Uning o'zi shu rivoyatchilarning o'zi o'qiyotgan rivoyat kitobi rivoyatman dedim qo'shning o'zini. Ash rivoyat kitobdiki, shu narsaga amal qilgan taqdirda shu ikki kitob rivoyat amal qilsa-mu, yanala ash Qur'onga qaytib to'g'ri yo'l topgan bo'ldi ash odamlar. Misol. Mening aqlimdan kechgina qiyomat to'g'risidagi hadislar masalan. Ya bu her sahada bu bir saha emas. Mayli o xotun sahası olsun, aile sahası olsun misal Peygamber Aleyhisselam an adette. Bak şu rivayetler. Peygamber Aleyhisselam keçide talağa çıkmaya taharet kılıp yatğa yerini astık koyup koysa ertesi öğün taza xotunu içi öptük içi vağandakin maylik nesne ketdisi men içi vağandım sen anda xos kıyamet kayın boğun ya ölgüçe sen ustumaysa deganmi işte moşundaq mı setkep olam dünya peygamberge moşundaq hakaret kılam diye insanlar adette. Bunun qo'sh rivoyatiga kirmang. Peygamberning puqini yeb olgan, suydigini ichib olgan degandek bundaq narsadan jiq. Mosh narsaning o'zini mana ashni ichib olsa savob bo'ladi deb yurgan insonlar hozir to'g'in suydigini ichib yurdi-ku. Payg'ambar alayhisalom bo'lsa, hozirgi vaqtda mosh insonlarning Payg'ambar alayhisalom suydigini ichgan insonlar chiqdi hozirmi yana? Ya bağwa hozir saqlangan qilini, kashini ko'tarib yurib dunyoni joylab yuradiganlar bağwa, do'kondalar. Demek ki bu yerdeki mesele neymi degan vaqtda Peygamber bo'lgan bir kishi Allah'ın kitabı bilan Allah Taala irade qilgan bir inson holatiga keraklik. Hamda u kishining o'zi butun insonlarning o'zini haqiqiy bir insonlik chaqiriqlik. Haqiqiy bir insonlik chaqirayotgan odam oshqiliqni qilamdimi misol? Bu qanday payg'ambarga qanchalik haqorat qilganlik. Bunday narsani o'ylash kerak insonlar. Onun için rivayet deb qo'ysa hammasi rost deb bundaq deyishga hech qanday hojat yo'q. Shuning uchun bu yergi narsani biz xulos qilgan vaqtida rivoyatni, ya'ni din nomidagi narsalarning o'zini Qur'on o'zi rad qiladi, ham inkor qiladi. Bu ayt biz degan o'xshash nasx mansux oyati maxsus shuning uchun ashuni belgilaydigan oyatlar hech bir zaman bizniki yoki yanbesniki bir narsani rad qilish huquqimiz yo'q. Bizning qo'limizda Qur'on bor. Qur'onga uning o'zini serishtirish orqali ma to'g'ri, ma xato deyish huquqimiz bor. Buning o'zini har bir o'zi diniy sohadagi yoki har bir musulmon buni bilish ham ashundaq din bo'lmagan narsani rad qilish bu o'zniki o'z Alloh taolo bergan huquq. Qur'oni Karimdagi shu prinsipni ishlatish orqali rad qilish huquqi bo'ldi. Allah razı olsun. Mezmun itibarı bilen ahirki kelgen noktada bizdelik Qur'on Karimda burun yo'q bo'lsa, uni Qur'onda yo'qken deb buni yo'q chiqarsak, o zaman bu ishni qanday qilamiz, o ibodatni qanday qilamiz, bu ibodatni qanday qilamiz degan bir g'am musibatni bir qancha qatim darslik bordi. Uning ichidagi masalan namoz shuning ichidagi birsi edi. Xuddi shuningdek Qur'on Karimdagi deyilmagan ama hadis orqali o'ttirib chiqarilib bizga din qilib tushuntirilgan an'anaviy ibodatlarimizdan Qur'on Karimda yo'qlarni ibodat emas ekan degan nuqtaga kelmaganligimiz tufaylidan Qur'on Karimda bo'lmasa ma hadis tikisini Qur'on Karimga choplamasak ma ibodatni o'ttirib chiqolmaydi ekanmiz. Demak bo'lmaydi ekan deb özümüzün özü adetlengen ibadetini din deb tutulib, endi o dinga yamoq izlayotgan gapda hozir. To'g'ri. Uning uchun bu yerdagi narsani degan vaqtda qanday bir narsa Qur'oni Karimda bo'lmasa biz qilayotgan ishning ichida din nomida qilayotgan narsaning ichida Qur'oni Karimda o narsa bo'lmasa, o narsani bizning qilmasligimiz lozim. Qur'on yo'qga uning uchun uni hadisni deb uning o'zini manda qilma deyish Qur'oni Karimga yani Allah'ın diniga o'zi haqorat qilganlik bo'ladi. Shuning uchun o'zi biz Qur'oni Karimda yo'q narsani qilmaymiz zaten. Burun tortib deyotgan narsa nima desa namoz haqidami? Qur'oni Karimda 3 namozni tilga olgan. 5 namozim yo'q, har namozning o'zi 2 rakat.
Tehdit astı kalkmagan çağda bir rekat. Bu kadar yani. Vakit mi 3 vakit, namaz mı 3 namaz. Eğer Kur'an'ı biz icra kılımız ise o vakitte moşun kılış gerek. O 5 namaz deganning o'zi şu Peygamber Aleyhisselam'daki Peygamber buluştan burun Mekke müşriklere okup gelgen 5 namazı. Din özgertildi mi degan mavzuda mı sözlüdük ko şunun özünü. Abdülaziz birodar sizlarninki bir şingil gaping bormi ya? He? Gapimni bek uzrab ketdi. Ilimi bek 2dan 10 ötüp 2 saat 10 minut bo'libdi. Ustoz bu abdan tushundiydi. Yine çıqa. Keyin so'ramiz yine. İnşallah kelar qitim qilib qolsin. Bo'ladi. Bugungi programmaning 5'ida deb o'tib ketgandek, xuddi men ekrandan tagida ko'rsatilayotgandek, ko'rsatilganga emas, ko'rsatganga emas, ko'rsatilganga nazar silish teoriyasi bilan o'z qarindoshlarimizninki barliq tushunchalarga qaytadan nazar solib chiqishini yana tekrar tavsiya qildi. Programmamiz inshaalloh yana tekrar davom qiladi. Har qatimliq programmaning temasi bizga shu kelgan inkaslar, talablar asosida o'ttirg'i chiqarilyotidi. Shunga talablaringlar bo'lsa, inkas qismiga qoldirsanglar inshaalloh shuni bir tema qilib ilib chiqsak bo'ladi. Agar bugungiga o'xshash shu ilgari shu ekranlarimizda Qur'ondan nazar programmasini hozir 50 son boshqa muqaddimasidan qo'shilib 51 son dars bo'ldi. Qaysi programmada, qaysi temada, qaysi fikrga qarshi rad qiladigan yoki tanqid qiladigan yeringlar bo'lsa, dalillaringlar bilan kelib o'tirib qo'ysanglar aziz qarindoshlar. Biz xatoyimizni bo'ynimizga olamiz, xatoyimizni ko'rsatib qo'ysangiz tuzitamiz deb kelamiz. To'g'ri bo'lsa, Allohninki rahmati ekan deymiz va manfaatlar bo'lib qolishinglarni, manfaatlar bo'lib qolishingiz uchun qarindoshlaringlarga tavsiya qilib qo'yishinglarni tekrar tavsiya qilamiz. Shunaqa qilib birodar bir eg'iz men bu gapni qo'yay, o'tgandan beri demoqchi edim. Nurg'un qarindoshlarimiz biz to'g'riliq gap qilganlari bor. Gapning o'zini ochiq qilish lozim, yuzimizni qilish lozim. Agar bizga shundoq bir yer biz xato ketib qolgan bo'lsak, Qur'oni Karimda shu dalil isbotni tepib bizni xatoligimizni tuzitib qo'ysa, biz uningga dushmanlar chiqarmay, eng yaqin do'stimiz deb qaraymiz. Özümüzün şu yer qilgan xatoligimizning o'zini yangi ichida emas, mush ekran turib, shuni ismini atab turib, shu qaraxonimdan mush yer o'zir so'rab turib, shu bo'ynimizga shu xatolikni olamiz biz. To'g'risi muhakkak deymiz. Mana bizning tutgan yo'limiz mush shu. Chunki biz insonlarni qo'rqib o'tirib chiqmadik, Xudoning qo'rqib o'tirib chiqdik biz. Shuning uchun barliq qarindoshlarga buni to'g'ri tushunishni umid qilamiz. Allohga omonat deymiz. Ama şu ekran yüzde şu mezmun itibariyle ahir katım yani bir guvalı şekilde koşup koyduğun sözüm. Kerim Ustaz baştan ya depkili vatıda esli bana şu dindar karındaşlarımız yani dinle ne yapışıyotkan din sahasında okuyotkan karındaşlarımız esli maya hata ketti, maya manda boz bulattı diyen şekilde ya ki kem kağa yerine tüzütüp de toğurlap, toluklap kıgan şekilde emkarlaşkan bolsa yaxshi bo'ladi degan narsani tekrar deb kelaylik. Hozir men deb o'tib ketdim buni. Shunga bu yana guvoh bo'lib qolsin, ekran orqali o'shada bir tarix saqlab qolsin deb men qo'shib qo'ydim. Bo'lganda bo'lsa, kelar qatimli programda ko'rishlar. Bo'ldi, Allohga omonat. Ma'qul. Hammalarga Alloh ajr bergay. Omon bo'lasizlar. Rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qarindoshlarim, Allohga omonat, omon bo'linglar.